Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in. Amma ba'd. Aziz muhterem qarindaşlar, bugün muhaciretteki qarindaşlarning davamlıq izlanish yo'lini, chiqish yo'limizni meyli siyosiy, meyli ijtimoiy, meyli iqtisodiy jihatda yana ekranimiz orqali izlanish uchun bizningki o'tgan qitim bir qancha qitim dars qilgan Sharq Turkiston xalqiga, muhojirlarga to'g'ri bir iqtisodiy yo'lni ko'rsatib qo'yish uchun bosh qotirib tadqiqot elib berayotgan va bu yo'lda qo'ldan kelgan imkoniyat bilan xalqimizga xizmat qilayotgan doktor Burhan Ulug'yo'l bilan bugungi modern iqtisodning, ya'ni dunyo iqtisodininki modern usullarini qisqa şekilde temi şeklinde, yani mavzusini so'zlab o'tib ketgan edik. Bugundan keyin inşallah her zaman bizning klassik tijorat usulidan halqib, klassik pul tepish yo'llaridan halqib bugungi dunyo iqtisodiga yetishib olish uchun bugun temi bo'layotgan, qiziq nuqta bo'layotgan va bugun dunyo iqtisodi ko'chayotgan texnologiyalik iqtisodni iqtisodga kirimiz ve her qitimliq darsimizda birdan temi tutib buni doktor Burhan Ulug'yo'l bizga so'zlab berdi va bizga o'rgatdi. Balkim bu suhbatimiz hem munozara hem ders şeklinde bo'lishi mumkin. Har qanday bir qarindoshimiz naq maydonga telefon qilsa, o'zininki savollarini so'rasa bo'ladi. Doktorga o'zininki fikr takliflarini qo'ysa bo'ladi. Ovozim chiqib o'tibdi. Aldı bilen ben doktorga assalamu alaikum deyman. İkramımız hoş geldiniz. Bir vaqtlardan keyin ikramga keldik doktor. Bugün Uyg'ur xalqilam emas, bütün İslam ümmeti iqtisodiy taraqqiyotda orqada qoldi deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy ko'z qarashim. Ve bugün dünya ciddi bir şekilde bo'lib G20'dan keyin asosan G20'dagi muhim temalarning birisi bir dijital iqtisodga ko'chish va yoki modern bir iqtisodiy sistemni elayotdi butun dunyo. Ammo biz yanılam keyinda qilyapmiz. Biz ummatning gapini qilmaymiz, hozir faqat Uyg'ur xalqining gapini qilamiz, Sharq Turkistonliklarningki va bizning iqtisodda orqada qolganligimizni o'ylayapmiz. Chunki anglashlar qaraganda mayli qaysi tijoratni qilaylik, %70-80% qarindoshlarimizning iqtisodiy jihatda jiddiy ziyon tortayotganligini, maslashanmayotganligini jamiyat bilan va dunyo iqtisodi bilan kirishamayotganligini ko'ryapmiz. Albatta buning nurg'un ta'tir yo'llari bor. Masalan bu faiz, yani o'sim masalalari, bugungi kufri bankchilik sistemi qatorliqlar bizga nurg'unlagan qiyinchiliklarni olib kelishi mumkin. Ammo yana biz izlanishga muhtojmiz. Bir to'g'ri yo'lni tepishga muhtojmiz. Islom olimlari va iqtisodshunoslar to'g'ri bir iqtisodiy modern uslubni tepib bizni ko'rsatib bermasanlar, biz yana kambag'al, faqir, tilamchi, boshqalarga yelinib yashaydigan millat holatimizni o'zgartirmaymiz, aziz doktor. Onun uchun men sizdan bugun bir qancha siyosiy, yani bu ishning siyosiy tarafini so'rayman, ammo unga jiq to'xtalmaymiz. Masalan, Uyg'urlar nima uchun bugungi dunyo iqtisodi bilan teng shakldagi tijorat uslubiga kiramadi degandek bir savollar. Ammo bizning bugun to'xtalganimiz asosan o'tgan qitim biz maslahatlashib olgandek islomiy paychek masalasida, bu paychek masalasi to'xtalib nimaligini o'rganamiz va balkim agar bu yerda bir to'g'ri yo'lni topa olsak, Alloh xolisa, bizning chet eldagi buningdan keyin pul topmoqchi bo'lgan, iqtisodini o'ngishmoqchi bo'lgan, isloh qilmoqchi bo'lgan, bir ish qilib, bir ishga mablag' solaman deyotgan qarindoshlarimiz bilan birlikda va sizning yetakchiligingizda ma'lum bir amaliy xizmatlarni qilishimiz mumkin. Albatta bizning bugun ve o'tgan qitim izlanayotgan bütün suhbatlarimiz islomiy iqtisod, islomiy paychek, islomiy bankchilik sistemi, islomiy bir yo'l bo'lganligi uchun bu yerda hech bir shaklda qarindoshlar o'ylamasinki, bular bugungi yangidan o'tirg'i chiqayotgan islomiy sistem, islom bankchilik sistemi, dunyo iqtisodi deganlarni o'ylab qolmasin. Biz butunlay islomiy pul tepish usulini, islomiy paychek, islomiy oltin, islomiy
bursa, zayum, bu degandek bu mesele üstüde. Birincisi pay çekni deyişimiz. Undaqda doktor biz Uygurla bugün biraz bir siyasi sualdan başlay. Emmeylerin ziyan tartıp atqanlığını, yani emmeylen demesek %90 qarindaşlarının, ticaretçilerinin chet elde iqtisod jihatdan jiddiy qiyinchilik uchqab atqanligini ko'ryapmiz. Buningga sizning fikringiz qandaq? Bu yerdan boshlaydi. Yani biz qayerda ketkizib qo'ydik? Aldı bilan dunyoning har qaysi yashayotgan barliq qarindoshlarımizga salomlar yo'llayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizningmi alqi tinim topmay o'zingizniki butun vaqtini o'zingizning vaqtlarini hamda shu Uyg'ur xalqiga asl bir ish bitirish uchun sarf qilayotganingizga Alloh rozi bo'lsin. Hamda bizmi aldirashlik tufayli ekranlarga davomli kelinmay qoldik. Chunki o'qitish bo'ldi ekan, ya'ni o'zimizning ba'zi faoliyatlari bo'ldi ekan degandek ham shu sabablar tufayli vaqtimiz uzoq ketib qoldi. Bu yüzden hamda xalqimizdan kechirim so'rayman. Hamda mundaq nima uchun biz Uyg'urlar oqib qoldi iqtisodda degan vaqtda hamda buni birlam narsa yig'inchoqlab qo'ysak, menga bu to'g'ri bo'lmaydi deb qarayman. Birinchisi nima degan birinchisi hamda biz qadimdan bir tijoratchi bir millat hamda. Masalan, bu Ipak yo'llarini ochgan, hatto bu Xitoydan, hatto shu Yevropaga tutqash turgan Ipak yo'llarini ochgan bir qadimiy bir millat. Men boshqalarga shunday deyman, boshqa millatlarga shunday deyman. Biz bugungi kun qadar mavjud bo'lib turishimizda bir narsani saqlab qoldi edi. U bo'lsa tijorat. Tijorat orqali biz o'zimizniki mavjudligini saqlab keldik. Chunki biz shunda bir bayashat, bir mumbat zaminda yashab turib, biz o'zimizning tabiiy boyliqlarning egasi bo'lolmadik. Buni hammamiz bilamiz. Ikkinchi, hatto masalan, davlat xizmatlar deymiz, davlat organlarida xizmat qilish deymiz. Bular oldi bilan Xitoylar uchun berildi. Biz yana buningdan yeklab chiqarildik. Uchinchisi, yana korxonalar, cho'ng korxonalar qurilsa, yanalam Xitoylar o'zlari cho'ng korxonalarni boshqarib, masalan, deymiz, neft shirkatlar deymiz yoki bo'lmasa nurg'un demakchi uning barliq davlatning jon tomiri bo'lgan narsani egallab oldi. Bizga nima qoldi degan vaqtda faqat tijorat yo'li qoladi. Ya bo'lmasa aslida dixonchilik degandek. Demak, mushu dixonchilik yoki bo'lmasa mushu tijorat yo'l orqali bugungi kunga qadar o'zimizning mavjudligimizni saqlab keldik desak bo'ladi. Agar mushu tijoratchilikdan iborat bir angishtirimiz bo'lmagan bo'lsa, bizning balkim yo'qolish nimamiz yo'qolish suratimiz balkim tezlashgan bo'lish mumkin deb qarayman. Hamda demakchi o'g'lim bizni birdan bir bugungi kun qadar saqlab kelgan narsa ikki narsa. Birisi dehqonchilik, yana birisi bo'lsa tijorat hamda. Ham tijoratni asosiy o'ringa qo'yamiz. Demak, biz Uyg'urlar tijorat qildik, dehqonchilik qildik. Lekin biz moliya sistemasining nennini yemadik. Masalan, deylik, biz Uyg'urlarda 30 milliondan 35 milliongacha shu xalqimiz bor deymiz. Hatto nurg'ulg'an shirkatlar ro'yobga chiqdi. Masalan, cho'ng shirkatlardan hisoblansa, Ixlos deymiz, Arman deymiz yoki boshqa shirkatlar. Lekin bugungi kunga qadar birmi Uyg'ur shirkatiga pay bozorga chiqib boqmadi. Demak, bizniki birmi Uyg'urning shirkati pay bozorga chiqib boqmadi. Endi bu bir cho'ng bir millat nisbatan aytgan vaqtda cho'ng bir yo'qotish desak bo'ldi. Demak, biz moliya sistemasiga kirib bo'lamidik. Bu bir. Ikkinchisi, o'zimizning bir bankasi yo'q misolanga. O'zimizning bankasi yo'q. Pulni nega qo'ydik degan vaqtda biz pulni Xitoyning har yangi bankalarga qo'ydik. Oxirgi bo'ldi.
faqat Allah'ın özümüz tapqan pulni Allah'ın cho'ntiga sappadik misolanga. Men buni demasam bütün Uyg'urlar biliklik, bütün baylar endi biliklik hamda buni uchun. Shuning uchun o'zimizda hamda Uyg'urning bir moliya sistemasi bo'lmaganligi, ya'ni o'zimiz topgan pulni o'zimizning taraqqiyot uchun ishlatolmaganligimiz misolanga. Hamda bularni asosiy dastlab qaraymiz. Ondan ikkinchisi. Üçüncüsü ile birincisi, ikincisi deb bo'lib, uchinchisi deb aytgan vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda biz hamma tuxumni bir sifatga solib qo'ydik. Bu iqtisodda hamma tuxum bir sifatga solinsa, sivat cheqilib ketsa, butun tuxum cheqilib ketadi. Ben Malayziyada o'qiyotgan vaqtimda, Malayziyada turgan vaqtimda nurg'un baylar bilan tanishdim, ham ular bilan munozaralashdim misolanga. Dedim, bayliqinglarni az bir qismini chet elga chiqinglar, chet ellarga mablag' solib qo'yinglar desak, xuddi biz o'zimizning manfaat uchun so'zlayotgandek, yoki bo'lmasa faqat biz ashlarga bir nilqiyamdek ish ko'rsatayotgandek bir narsa bo'ldimi, lekin anglamadi. Eng oxiri nima bo'ldi degan vaqtda hamma bayliq bir sifatga solindi, sivat tushib ketdi, hamma tuxum chaqilib ketdi. Demak, biz alqi tarqoqlashtirib mablag' savatmadik misollarga. Endi bu bizniki ham bir kamchiligimiz deyishga bo'ldi hamda. Lekin alqi masalan bank qurishdaymiz yoki bo'lmasa pay bozor chiqishdaymiz. Balkim buni ba'zi alqi shu Xitoy davlatining ba'zi narslar bizga yo'l qo'ymasligi mumkin. Lekin ma uchinchisini biz qila oldik. Biz tuxumni nurg'ulg'an sifatlarga savatgan bo'lsak, bir sivat cheqilib ketsimi, qolgan sivatlar saqlanadi hisoblanib. Demak, biz moliya sistemasiga yoki bo'lmasa, endi bu bunda bayliq ikki xil bo'ldi. Birisi moliya bayligi, yana birisi amaliy ishlab chiqarish hamdi. Xo'sh. Doktor, ovozingiz uzilib qoldi herhalde. Doktor ko'z tekkandek ovoz uzilib qoldi. Men ulashga terishay. Qaytadan ulashga terishiman. Doktor, ovozingiz uzilib qoldi. Qarsam, tuyuqsizdan yo'qolib ketdi bu e'tiroz. Shunaqa torning masalasi bo'lishi mumkin, ba'zida bo'ladi, hech qisi yo'q. So'zingizning oxirini davomlashtirsak, men ikkinchi savol qo'ysam, hozir siz deyotgan masalalarni birozdan keyin qayta so'rayman. Ya'ni uning uchun Uyg'urlar bir qancha xatoliklarni ketkizib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men bu chet elga chiqqili uzun bo'ldi, ammo chet elga mablag' solgan Uyg'urlar bek oz deyarlikda. Vatanda xili jiq millionerlar Uyg'urlar tijoratchilar bo'lgan bo'lsa, ammo chet elga mablag'ni asosan jiq solmagan deb qarayman men bu. Xo'sh, endi bundan keyinchi, ya'ni bugungi mavjud baylarimiz yoki mavjud pul tepishni xohlaydigan biroz mablag'lari bor insonlar nima ish qilish kerak edi degan bu savolga javob topgandan keyin biz temaga kirib kelsak deyman. Nima ish qilsak bo'ladi? Endi o'zingiz bilsiz, biz chet eldimi sanoqli Uyg'urlar qoldik. Hatto açık olgan bayligimizning sonini aytib cheklik. Hatto açık olgan baylarning balkim faqat o'ziga yetarli bir holatda hamda balir bor, lekin umum jihatdan faqat hozir açık olgan. Masalan, shu vatanda qolgan bayliqi misolanga faqat jinni aralamachi olgan qarindoshlarimiz bakchiq hamda. Hamda demakchi, nima demakchi degan vaqtda bizniki oxirgi bir mücadele için, yoki oxirgi bir tirkishish yoki bir o'zimiz saqlab qolish uchun ham kurash qilyapmiz. Demakchi, endi bizda eng oxirgi bir tomchi qonlar qoldi hamda. Qanday qilib mushu bir qancha hamda tomchi qonni qanday saqlab qolamiz deganda cho'qim hammamiz o'ylashimiz kerak hamda.
Misalan geldi ben İslam Bankası doğruluk onun bilan so'zlashgan, onun da asto suhbat qilgan boldik. Lekin hamda men xo'sh bo'lgan yerim ba'zi bilgan qarindoshlar hatto meniki diginim bo'yicha islom bankalarga ozroq foyda qo'yib qo'yish orqali uningdan yaratgan foydani, ya'ni o'zi uchun emas, balkim yana o'quvchilar uchun yoki bo'lmasa boshqa yaxshi ishlar uchun sarf qilayotgan qarindoshlarimiz bor ekan hamda. Demak, islom bankasiga astola kirgan bo'ldik deyli. Hamda men hamda Turkiya yashayapman, lekin hamda dunyoni bir Turkiya deb tushunsak bo'lmaydi hamda. Chunki dünya hamda cho'ng o'zingiz bilsangiz hamda Qozog'istonda yashayotgan qarindoshlarimiz bor, Yevropada yashayotgan qarindoshlarimiz bor, Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimiz bor, Amerikada yashayotgan, hamma yerda yashayotgan qarindoshlarimiz bor. Hamda misalanga Turkiyani qo'yib turaylik. Masalan Turkiya alayda bir mushu moliya sistemasiga kelgan vaqtda alayda bir davlat bu hamda boshqa davlatlarga o'xshamaydigan. Nima uchun bunday deyman degan vaqtda birdan turib kelaman. Misalanga Amerikadagi yoki bo'lmasa Yevropadagi bir davlatda har qanday g'arb bankalariga bo'lsa pul qo'yib, pul topib olmaydi misalanga. Hatto qo'yib qancha uzoq muddat qo'ysangiz pul topib olmaydi. Chunki nima uchun degan vaqtda bu davlatlarniki nimasi faqat o'zi uchunla nima qilib qimmat yaratib, odatda hozir shu omonat qo'yuvchilarga asos jihatdan foyda bermaydigan bo'ldi. Berganlarmi 2%dan 3%gacha deyli misalanga. Bu haram. Chunki g'arb bankalari halol haromni armaydi hamda-ku. Shunday. 1% basmi, 2% basmi, lekin u haram yo'ldan kelganligi uchun hamda buni qilib bo'lmaydi. Hamda o'zimiz bilamiz pul paxalligi degan bir narsa bor. Pul paxalligi pulning qiymatini kundan kunga azaytib mangdi. Demakki, pulning qiymatini kundan kunga yeb mangdi hamda. Shunashqa dunyoda bir umumlashgan bir ruqum bor. Qanday qilib pulning qiymatini saqlab qolamiz? Yoki bo'lmasa qanday qilib pul paxallığı qarshi deydigan bir narsa bor. Misalanga deylik. Siz bir banka pul qo'ydingiz, 5% misalanga deylik, 5% foyda oldingiz deylik misalanga. Men misol qilib beray. Agar pul paxallığı 5% bo'lsa, siz qancha pul qozondingiz degan vaqtda siz 0. Nima uchun degan vaqtda ayardan topgan 5% foydangiz 5% pul paxallığı bilan yeyishib ketdi hisobda. Tushundingizmi? Tushundim. Shuning uchun nurg'ulg'an davlatlarda misalanga Malayziya bo'lsin yoki bo'lmasa nurg'un davlatlar bo'lsin, mushu pulning kuchini amal va mushu moliya sistemasi orqali bir saqlab qilish orqali qanday kuchaydi. Misalanga Malayziyaning nurg'un mablag'siz shirkatlari bor. Hatto mushu hozir apirgan Haji Ömiki deymiz. Aniki hozirgi mablag'i, moliya mablag'i hisobsiz hamda. Hatto eng cho'ng bir mablag'siz organi deyishga bo'ldi. Ashu uni Tabun Haji deb ataydi. Demak, nima demoqchi degan vaqtda har qanday bir davlatda masalan ma'lum bir qimmat bo'yicha foydalanishni xohlaydi. Misalanga deylik, mushu yilda mushu mablag' sağallar normalda hozir 6%dan 8%gacha foyda olsa yilda ularni aytib xo'sh bo'ldi. Hatto o'ziniki nihoyat yaxshi bir darajada pul qozonganligidan xo'sh bo'ladi. Chunki har yili 6-8% saqlab qo'ysan, sotsial bakın uzun. Mesela 20-30 yıllık neyini sürsak bunu demek her yıl 6-8% saklap kalsın nurgun pulunu saklap kaldığı hem pul arqılı ulamı meblağ sığışı arqılı pul tapıdığı digeldi. Eğer 12%'dan 15% cübüp geçse bu naiti köp pul kazangan hesaplandığında başka devletlerde Türkiye'nin hazır nüfuk koyup duruyor. Mesela deyli siz Gollandiyada pulunuzu bankası alın, siz hiç qanday pul qazanmaysiz. Siz pulunuz orqali faqat ash g'arib bankalarga yordam qilgan bo'lsangiz, sizniki hatto siz 2-3% qazanmaysiz misalanga.
Lekin pul pahalılık 4-5% olsa sizin pulunuzun kıymeti yıldan yılga düşüp manıdır. Hoş, onda da kandak kılıp pulun kıymetini saklap kalmaz degan vaqtda endi Yevropada yoki Amerikada yoki bo'lmasa islom banklari bo'lmagan davlatlarda qanday qilib pulni kuchini saqlab qolamiz deydigan ma'vu nuqtaga kelamiz. Xo'sh, qanday saqlab qolamiz degan vaqtda mushu paycheck deymiz. Endi bu paycheck degan har qanday davlatda halol paychecklar bo'ladi. Nima uchun degan vaqtda ba'zi shirkatlar faqat yemeklik sohasiga mablag' soladi. Yoki bo'lmasa ba'zi shirkatlar faqat dehqonchilik ishlariga mablag' dehqonchilik shirkatlari bor. Yoki bo'lmasa ba'zi shirkatlar faqat mushtu sog'liq sohasiga nasibga mablag' soladi. Demakchi bu paycheck deganimizniki dunyoning har qanday davlatida, hatto Xitoy davlatidami ba'zi halol paychecklar bor. Masalan, Yaponiyada halol paychecklar bor, Shanghayda bor, Yevropada bor, har qanday davlatlarda halol paychecklar bo'ladi, mavjud buchu. Demakchi halol paycheck nima degan vaqtda mushu ishini halol bilan qilayotgan yoki bo'lmasa islomga zid kelmagan yoki bo'lmasa muxolif bo'lmagan joylarga mablag' solayotgan shirkatlarni biz bularni islomiy bir yo'sinda yoki bo'lmasa islomga uyg'un holatda bir ish qilyotdi deb qaraymiz. Demakchi uni agar mushundaq shirkatlarni tanlab mablag' sola olsak, endi biz islomga uyg'un bo'lgan paychecklarga mablag' solgan bo'lamiz. Paycheck degan bu so'zning o'zini bir yorum ochiqlab etsangiz. Endi paycheck degan nima degan vaqtda Turkiyada uni hissa deb ataydi ekan. Hissa deganimiz. Endi qanaqdaymiz? Misolanga biz 1000 Uyg'ur birlashaylik. Her bir Uyg'ur 1000 Uyg'ur deylik. 1000 Uyg'ur bo'lsa, 1000 Uyg'ur har birimiz 1000 liradan chiqarsak misolanga yoki biz 1000 dollardan chiqarsak bu 1 million bo'ladi. Xo'sh, undaqda har bir Uyg'urniki qanchalik hissasi bor degan vaqtda misolanga shu 1000 ni 1 millionga bo'lsak, misolanga bir odamniki 0.1% ma'lum mablag'da hissi bo'lgan bo'ladi. Shuningdek, masalan, nurg'un shirkatlar ma'lum miqdorda masalan paycheckni ma'lum bir shirkatning bu paychekki sonsiz bo'lmaydi. Demakki, ular xohlaganicha 20 million, 30 million yoki 100 million taqtamaydi misolanga. Bunun shu davlatniki ba'zi shu paychecklarni boshqaradigan cho'ng shirkat emas, organlar bor. Bu organlar 100 million yoki 200 million paycheck taqtsan deb bularga ma'lum miqdorda sonini berdi. Demak, shirkatlarning taqatgan soni yoki 5 milliondan yo bo'lmasa 10 milliondan yo bo'lmasa 20 milliondan shu organ beklep bergen çektin ziyade paycheck taqtanmaydı misolanga. Yani koç tili bo'yicha aytsak paycheck bir odamning shu shirkatga, shu tijoratga kichik tipdagi mayli cho'ng tipdagi bo'lsin, sherikdorchiligini ko'rsatamdi. Albatta. Shunashqa islom bankasiga kelgan vaqtda buningda talash tortishi jiq hamda. Buningda misolanga ba'zi islom olimlari bulut deb qaraydi, ba'zi asrlar bu bo'lmaydi deb qaraydi. Lekin paycheckga vaqtda ixtilof bek az. Ixtilof bor, lekin ixtilof bek az. Masalan, islom bankchilik qaraganda ma'noda ixtilof az. Shuning uchun islom paycheckchilikni siz degandek zavr til bilan aytgan vaqtda sherikchilik. Ya bo'lmasa men shirkat bilan sherik desak bo'ladi endi. Ben siz bilen bir ticaretli bir aşxanını birleştik deyli. Siz bir aşxana açtınız, ben mi şerik olmaya desem bu men sizge paycheck katkan bulamdım. Albatta shunday bo'ladi. Çünkü bu paycheck meselesinde paycheck degendikilla bu nurg'un Uyg'urlarda ciddi bir kitabi bir til kelime olab bu. Bu bugünkü dünyadaki faiz bilen yani ösüm bilen aralashib ketgan ondaq ciddi bir
näsi bolishi mumkin degan xato tushuncha paydo bo'lib qolishi mumkin. Albatta shu umuman aytganda pay chek bugungi dunyo bankchilik sistemasida tijoratda ko'pincha hollarda bankchilik dunyo bankchiligining %99'i faiz yani o'sim bilan shug'ullansak bo'lan bo'lmam doktor. Nimeni? %99% dunyo bankchilik sistemi o'sim bilan shug'ullanadi desak to'g'ri bo'lamdi bo'lmamdi? Albatta. Unda bo'lgandikin bilib oldingiz dunyoda faqat butun dunyoda faqat %1 İslam'a uygun %1%. Demek ki onun 1%, mesela dünyada 100% sek fakat dünyada 1% İslam'a uygun maliye baylığı var. Hoş. Yani onun için pay chek degandeken bir adam g'achchida nimaga bog'laydigan avval bo'lib qoldi ekan, ya'ni bu o'simiga bog'laydigan. U tabiiy avval. Uning uchun ya'ni pay chekning asli ma'nosi bo'lgan, ya'ni bu shirikdochilik deganga bunga bir ism qo'yib o'taylik doktor. Ya'ni islomiy pay chek deylik, eng yaxshisi pay chek demay, islomiy pay chek islomiy shirikdochilikni ko'rsatamdi. Albatta, aşağı destek buludu. Hem de baytiden yani adrak şerhi versek hem sizdendik. Ama bankçılık to'g'ri. Bu asosiyatdan şu üstüm asası buludu. Nurg'un Arab bankları hatta Türkiye'de 195% banklar ama şu üstüm asası da kıymet yartıda hamdicu. Lekin payçak diye vakitte bu payçaktan bazı ayrım misalenge. Misalenge Arab bankları deli sizin pulunu saklap durdu. Siz kula faydalık üstün bes verdi, lekin siz ziyan tatmaysınız. Kendiniz mi? Lekin ma payçekte hem ziyan mı çıkdı, hem payda mı çıkdı misalenge. Siz paydalamsınız, ziyan tatlamsınız, bilmeysiniz misalenge. Demek siz ma payçekke şerik bulsuz. Hem de İslam'ı payçek davası hem bulmaydı. Payçekten mu şeriatga uygun bulmağaları var misalenge. Kendiniz mi? Mesela haram işini kıvatkan, tamak işlep çıkırdığın, arak işlep çıkırdığın, çoşköş işlep çıkırdığın, ya ki bununla şeriatka uygun bulmağan neslen işlep çıkırdığın şirketler var. Bunların payçekini İslam'ın payçek istek bulmaydı. Demek ki onun yana meyada aşı payçeklerinin cidin mu? Ama şu İslam'a uygun bulan payçeklerini talap çıkışkı doğru geldi o anda. Payçek degenin özünü mesela ben kelime şekilde dedim ki yani İslam'da şerikleşiş doğru bir iş. Onun için eğer payçek degen bu sözünün ma'nosini bir adamның yani bir ticaretke ya iki adamның ya 100 adamның bir ticaretke şerikleşişi deb qarasak bu mayli kafir qilsin, mayli musulmon qilsin, mayli yahudi qilsin, kim qilsin bu narsa to'g'ri bir narsa. Yani payçek degen bu narsa. Ama siz degandek xato ishga ishlasak bu paychekni mesela televizor, kompüter, aeroplanni xato ishga ishlasak elbette o haram. To'g'ri ishga ishlasak-chu halol. Ama televizorning o'zi halolmi? O'zi halol. Yani şunun o'xshagandek avval bir ism qo'yib etdik, chunki xalqimiz qo'rqib ketmasin yoki xalqimizga qo'rqmaydi, ammo darhol nurg'un qarindoshlar chiqib sizlar bu yerda paychek tashviq qilyapsizlar, zayum dollarchilik u bu va kaza deb fikr kelishi mumkin va diniy tarafdanmi bizga diniy o'qigan olimlar bu xatoti to'g'ri deyishi mumkin. Uning uchun undaq taqirindishim biz dunyoga moslashimiz, dunyoga yuzlanimiz, ochilimiz deyapmiz ki dunyoning bankchilik sistemasini islom bizga qilib bersin. Paychekini qilib bersin. Bugungi bursa oltinchilikni qilib bersin. Hammaylar beshimizni ishimizga cho'kirib kiyib olib, aşağıda şaptulu bilan to'g'ach setib yurishlar bo'lmaydi bu dunyoda. Bugun dunyo bo'lib buningdan keyin digital bir iqtisodiy sistema kerak ketyapti. Biz nima ish qilamiz? Ammo buningga fatvo nereden chiqadi? Şuna bu fatvochilarni yoki fatvo olimlariningki endi yaxshisin tutib ikron qilib kelmasakmi, ularning fatvosini chiqarish uchun biz bu ikronga kelyapmiz. Ya'ni biz bu suhbatni qilib bo'lgandan keyin ular balkim ba'zi fatvolarni ochiqlashi mumkin. Chunki undan burun zaten ularga deb shaxsan men anlatib olmadim. İslam dini, Qur'oni Karim bugungi dunyo iqtisodini hal qilib berish lozim bo'ladi. Yani eğer bu dünyavi bir din olsa, yani ahiretlik ve dünyalık dinimiz olsa, kıyamet günü hemmişini el kıldığın bir din deb dava kılıvatkan olsak, ondan olsa bizim iqtisadi
Halatımızga bir petva beriş lazım ve pay çeki petva beriş lazım. Altınçılık petva beriş degendek nurgun nesle. Bugün fakat bu İslami pay çek meselesi İslam toxtalımız. Şuna yani pay çekke aralışış bugünkü hazır oçuk bir söhbette yani bir hata bir iş emas. Fakat içkirilep kirgendan keyin onun ayrım petvalary çıkdı elbette. Eğer alimlik halasa naq meydanga telefon qilsa bo'ladi. Men bir qancha ulamalar bilan telefonlashib baqdim, ammo ko'pinchisi ikram kelishni xohlamaydi ekan. Xohlamaganlik uchun men amalsiz qoldim. Agar bu söhbetimizni anglab turayotgan, bilib turayotgan men ulama deydigan ulama bo'lib qolsa, naq maydonga telefon qilib bu masalalarda o'rtoqlasak. Bu yerda biz faqat bu to'g'ri buni qilamiz, yaqinmaymiz deyish emas. Bu yerda o maslahat qilib yoki bu yerda kengashib, munozir qilib zaten ishning ahli, doktor, iqtisodda o'qigan bir kishi ikronimizda billa ilib borsak, balkim Uyg'ur xalqimizdan bundan keyingi iqtisodiy masalaga kiralishimizga bir yo'l ichishimiz mumkin. Xo'sh. Unda olsa temaga kirsak bo'lamdi, doktor? Kiraylik ki kambag'allashib ketayotgan bir Uyg'urga bir iqtisod yo'lini sizlardek kishilarimiz ichib berishi lozim. Iqtisod yo'li balkim bir oshxona bo'lishi mumkin, yoki dehqonchilik bo'lishi mumkin, yoki qo'y boqish bo'lishi mumkin, yoki paychik, oltinchilik bo'lishi mumkin. Ammo siz bilan biz bugun bu yerda qo'lga olgan temamiz paychek. Bu paychek ishini Uyg'urlar qila olamdi, qila olsa qaysi shaklda qilamiz? Va bu qandoq narsa degan masalada paychekninki dunyoviy yuzini va bizga xos bo'lgan taraflarini hemşerden bir tushuntirib o'tib ketsangiz, undan keyin biz buning ichiga ichkirilib kirib baqsaq deyman bu qatimliq suhbat. Buludu. Men avvalgi qatim 6 turli narsani yo'l o'tirib qo'ygan. Birincisi İslam bankçılığı. İkincisi İslam zayomi, yani sukuk dedik. Anikin İslami payçak dedik. Anikin İslami pul bazarı dedik. Töt. Anikin yan birisi altın dedik. Anikin onundan keyin dollarçılık, yoki bo'lmasa privatchilik deylik. Bu 6 narsada o'tirib qo'ydik. Endi Türkiye'deki bir devlette cep Uyg'urlar oltinchilik bilan dollarchilikka kerakli. Nima uchun degan vaqtda, chunki dollar Türkiye'de egispas. Bu sebepten faqat Türkiye'deki Uyg'urlar bu dollarning tushishi yoki chiqishidan foydalanadi. Lekin dunyoning boshqa yerida yashayotgan Saudiyadek, Qatardek, yoki Yevropadek, yoki boshqa davlatda yashayotgan qarindoshlar buningdan non yemaydi. Nima uchun degan vaqtda pulning qiymati turoqli. Misolanga, Saudiya Arabistonda 10 yil avval 1 dollar 3.75. Bugungi kunga qadar 3.75 misolanga. Demak, buning neni yemaydi. Tushundingizmi? Tushundim. Endi u yerda unda qiziq bozor yo'q demoqchisiz. Yo'q, qiziq bozor yo'q emas. Pulning qiymati turoqli. Masalan, shu Saudiya riyolini dollarga bog'lab qo'ygan. Uning qiymati tushmaydi. Masalan, 3.75 ga bog'lab qo'ygan. Endi yana kirkatsak bu bak ishkalab ketimiz. Demakchi, mushu Saudiyaga o'xshash Turkiyani bog'lab qo'ysa bog'lab qo'ya oladi. Lekin o'zining moliya mustaqilligini yo'qotadi. Shuning uchun Turkiyani bog'lab, masalan, Turkiya 3 ga bog'lab qo'yman desa, lirani bog'lab qo'ya oladi. Lekin Türkiye demekçi Türkiye'de erkin privat şekilde. Onu kim bağlaydı malum? Kim bağlaydı? Merkez Bankı bağlaydı onu. Tamam. Eğer bağlıskası bağlayalaydı. Mesela Katar'ın bağlaqlık, Saud'un bağlaqlık, Dubai'nin bağlaqlık, nurgun devlet, şu Arap devletlerindeki asas cetten Amerika dolarına bağlaqlık hesapta. Mesela özgürmeydi demekti. Mesela eğer Malaysia mı şu kirsiz mezgilde 99 yıldan xatarlaşmasam 99 yıl 2005 yılı kadar şu Malaysia pulunu 8 ga bağlab qo'ygan. Lekin endi hozir o elib ketgandan keyin yani erkin privat shaklda. Demak, cho'g'im endi buni ham kirsak ishkillab ketdimiz. Bu privat bir davlatniki erkin shaklda bo'ldi. Yani bilsam shunday bog'lab qo'yish shaklida bo'ldi yoki bo'lmasa
alqi Xitoyniki o'xshash alqi qanaqa deymiz managing float deydi uni boshqarib turadigan alqi privat shakli. Masalan, uning usti va asti bor misolanga. Masalan, 7 chiqib ketsa astiga ketiryotidi, 6dan 5dan yuqursa yuqori ko'taryotdi degandek. Bunday endi buni qanday davlatlar qila oladi degandek, Xitoyga o'xshash tashqi privat jiq davlatlar buni mushundaq boshqarib tura oladi. Demak, bu privat shakli isxil bo'ldi. Birisi erkin holatda, ikkinchisi boshqarilgan holatda, uchinchisi bog'lab qo'ygan holatda degandekchi. Shulashqa nurg'ulg'an ma'vu islom davlatlari o'zimiz boshqara olmaymiz deb bu o'zining pulini dollarga bog'lab qo'yuqliq misolanga. Shuning uchun mana bog'lab qo'yish shakli deymiz. Endi ma'vu gap nimadan bak yiroq bo'lib ketdi. Demak jug'unim nima degan vaqtda bu dollardan faqat va faqat Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimizlar bundan foydalanyapti. Ya bo'lmasa qilishni bilmay undan ziyon tortyapti misolanga. Ya bo'lmasa o'lab ketganda qo'yib tushib ketib degandek hamda anda ahvollarmi yo'q emas bor hamda. Demak jug'unim men 6 xil narsani dedim. Buning 4si kirmak oson. Qaysidan kirmak oson degan vaqtda Islom bankasiga kirmak oson. Faqat Islom bankasida shu kartli hisobi yoki bo'lmasa mablag' solish hisobi bilan echib qo'ysak ish tugaydi. Tushundingizmi? Xo'sh. Oltin oson. Masalan, oltinni olib qo'yiblam, nima qilib qo'ysak, uningdan masalan oltinning qiymati o'ssa, buningdan pul topib bo'ldi misolanga. Bu ikkinchisi. Ondan keyin uchinchisi dollar. Men baytin dollarni dedim. Turkiyadan boshqa davlatga Uyg'urlarniki buningdan foydalanish imkoniyati asosiyatdan yo'q. Chunki u davlatlarda dollar turaqli. Tushundingizmi? Ondan keyin to'rtinchisi paychak bo'ladi hamda. Paychak bo'ladi. Endi menga qaytib kelaylik, xo'sh. Alqi nima deymiz? Xatar deymiz. Xatarni oldayotgan vaqtda eng bexatar bo'lgani banka. Chunki bankning funksiyasi shu hamda. Chunki omonatchilarniki mablag'ni qo'g'daydi. Bu eng alqi bexatar holatda. Oltinni olib qo'yish, uzun muddat kelish, bumi bir alqi xatri ozroq bo'lishi mumkin. Lekin xatri bor. Xatir qanday bor degan vaqtda balkim oltinning bahosi tushib ketishi mumkin misolanga. Ondan keyin men dollarni deb berdim, dollardan boshqa davlatlar asosiyatdan foydalanmaydi. To'rtinchisi paychak. Buning xatiri alqi balanka qaraganda yuqori desak bo'ladi. Chunki paychakda xuddi siz bayt degandek ham foydasiga sherik bo'lmas, ham ziyniga sherik bo'lmas misolanga. Shuning uchun bu paychakga hamda paychak desa balkim nurg'un qarindoshlarimiz siz degandek qo'rqib ketishi mumkin. Chunki Xitoyda biz oldib ketdik. Qanday bo'ldi degan vaqtda bu paychakni hech qanday savod bo'lmagan Uyg'ur qarindoshlarimizni va ham o'p ketay deb qolgan shirkatlarning payini oldirib, bu shirkatlar vayron bo'lib ketdi hisobchi. Shunlashqa biz paychak olgan vaqtda cho'qim asosi bor. Ko'zimiz bilan ko'rgan, o'zimiz ishindigan ba'zi mundaq shirkatlarning olsa, masalan 100 yil bo'lgan shirkatlar bor, 100 necha yil bo'lgan shirkatlar bor, yoki bo'lmasa 20-30 yil, 40 yil bo'lgan shirkatlar bor. Mundaq shirkatlarning payini olsa, asos jihatdan amdiyalqi qanoq deymiz. Bu ixtisos sistemida cho'qim mundaq bo'ladi deb aytqilmaydi misolanga. Agar biz atlikni paychak bozorining bo'lganligini bilsak, biz chiqib pay bozori bo'lamiz. Demak, jug'unim, endi bu ixtisos sistemasida, moliya sistemasida biz atining bo'lganini bilmaymiz. Shunlashqa bu paychak kirgan vaqtimizda cho'qim bir uzun muddatni, yo bo'lmasa oz deganda 2-3 yil, yoki bo'lmasa 4-5 yil, yoki bo'lmasa 20-30 yil. Endi yana bir gap. Bu paychak bozoriga cho'qim men ishlatdim bu pulni, yo bo'lmasa bir oydan keyin ishlatdim, yo bo'lmasa 2-3 oydan keyin ishlatdim degan pulni paychak bozoriga mablag' solmaymiz. Qanday pul mablag' solamiz degan vaqtda, misolanga bizning avlodlarimiz bo'ladi, biz qaraymiz misolanga. Men sizga misol qilib bersam, mening cho'ng qizim 10 yoshda, o'rtanchi qizim 7 yoshda, kichik qizim 4 yoshda. Oldingi maktabga borganga oz deganda 9-10 yil bor.
Kaynana az degende 5 yaş bo'lsa 2 yildagi maktab bo'lsa 13-14 yil bor masalan. Bular uchun biz allaqachon planlab bo'ldik masalan. Qanday qilib mushlarniki kelgusidagi o'qishni yoki kelgusidagi narsani qilamiz deganda. Nima uchun degan vaqtda islomda planlash bormi degan albatta bor. Albatta. Cho'qim biz alqib plan bilan yoki bo'lmasa ish qilamiz masalan. Masalan, men qarayman, men bo'lgandek endi demakchi bunda deganligim uchun faqat o'zim uchun yashayman deganlik emas. Chunki demakchi bo'lganimiz cho'qim o'zimizning hayotini yoki bo'lmasa farzandlarimizning hayotini bir kafolatga ega qilishimiz kerak masalangacha. Shuning uchun masalanga men ashularni nima qilib ashularni asos qilib masalanga uzoq muddatli ko'zlab men deb 9 yil 10 yil bunda bir mablag' silish nimasi bo'lishi kerak. Masalan, Yusuf payg'ambarimizmi ayni zamanda 7 yil qilgan qahatchilikning oldini 7 yil tayyorlab qildi masalanga. 7 yil tayyorlab qilib, ondan keyin qilgan 7 yil qahatchilikning oldini oldi. Demak, islomda planlar to'g'ri Alloh tavakkul qilamiz, lekin Allohga tavakkul qilishda oldi bilan sabab qilamiz. Tushundingizmi? Masalanga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam miros ketsa, miros chiqishdan burun oldi bilan to'g'ini bog'ladi. Tie your camel first, then tawakkal to Allah deydi. Demak, cho'g'ni to'g'ini oldi bilan bog'la, undan keyin Allohga tavakkul qil debchi. Shuning uchun, men bu yerda nima demoqchi degan vaqtda, masalanga mush iqtisod masalalarimi yoki bo'lmasa mush o'zimizniki kelgusidagi nimani planlashdimi? Cho'qim plan bilan, cho'qim bir nimalar bilan planlar bilan mangimiz demoqchi endi. Allah razı olsun. Yani bugün hazır mesela men xiyolimda manda qo'yildim. Bugün %90% Uyg'ur iqtisod topolmaganligidan qaqshaydi. Shunda. Siz bilan biz bir qancha qitim telefonlashdik, ko'rishdik. Hatta men bu masalani qilish uchun Turkiyaga bordim. Egiz tog'larning tubiga chiqqan bo'ldik. Masalan, bu qanday qilsak, nereden iqtisod topa olamiz, Uyg'urlarning qaynoq bo'lgan, manba bo'lgan deb izdinish ilib berib, buni ikkiranға kelib, sizning og'zingizdan anglab o'timiz. Men bugun nurg'un qarindoshlar bundan qaytiladi deb o'ylayman. Hozir men nurg'un qarindoshlar ko'rib turibdi naq maydondan. Ammo men o'yladim, İstanbul'da 10-20 ming Uyg'ur bor deyli yoki 20-30 ming. Uning yarmi qaytiladi. Yoki Uyg'urlar bugun şu masalan o'tganki oy ichida menga iqtisodiy tarafdan hal qilish to'g'riliq nim qilgan, ya'ni qiyinchilik bo'lgan odamlar 20 ga bordi. Ramazon oyida 50 ga bordi. Bir Ramazon oyida faqat shaxsimga telefon qilinib, mening bunda qiyinchilikim bor degan odamlar 50 ga bordi. Bu darajada ig'ir masala. Sizlarga telefon qilayotganlar bor, boshqalarga bor, derneklarga berayotganlar bor. Ama mana bugün pul tepishning yo'lini biz bu yerda deyishyapmiz aziz qarindoshlar. Ya'ni doktorning og'zi bilan, ya'ni ko'chada ketayotgan bir padichining og'zidan emas, bir doktorning og'zidan anglayapmiz. Ya'ni Uyg'urlarningki muajiratda, ya'ni kallasida jiddiy bir ya'ni hal qilish usulini izdinish emas, shu pulning o'zini yalurib, masalan yoki tilinib, yelinib hal qilish usulining borlig'ini bugungi programmadan yana bir qatim ko'ryapmiz. Biz pul topamiz deydi ekanmiz. Yani bu pul tepish desaylik derhal bunu dini gapga yo'labla Allah bizga jannatni berman dasma pulning gapini qilatam deydi. Amaliyotda bir odamning tilamchilik qilishi yoki boshqalarga endi qiyinchilik hamma odamda bo'ladi. Bu faqat bularni tushirib degan gap emas. Bizmi qiyinchilikda yashadik 10-20 yil. Shunda bizning yelingan davrimiz bo'ldi. Ama chiqish yo'limiz bor ekan, olimlarimiz bor ekan. Bundaq ikrarlarda olsun biz bir narsani izlanyapmiz aziz qarindoshlar. Uning uchun hammaylar bunga odaqlanib, ya'ni bunga nimamizni berib, bugun bu yerdan bir chiqish yo'l topa olsak, degan go'zal. Ya'ni Alloh bizga biz izlanyapmiz chunki. Shunga butun qarindoshlarning savollari bo'lsa, nəhayət ochiq yorug'lik bilan naq maydonga telefon qilsanglar bo'ldi. Ekranda nomerimiz bor.
0031 68 40 15 206 WhatsApp numaramiz. Telefon qilib doktordan so'rasanglar bo'ladi. Qandaq pul topamiz, qandaq pul xarjlaymiz, qandaq pulni buzib chachimiz, qandaq savolinglar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi aziz qarindoshlar. Ammo men biroz umidsizlandim. Ya'ni boshqa programmalarga qaraganda cho'qim bu programma nihoyat bazo topadi, chunki zodi bir oyda 50 odam yalvorib telefon qilgan ekan, bu 50 odamning hammasi cho'qim qatnashidi, chunki ular majbur tilendi. Ya'ni pul tepish yo'lini uqolmaganlik uchun yoki pul tep. Chunki hozir bizda o'tgan paychek dunyodagi eng kambag'al odam qila oladigan ish, shundaymi doktor? Gapim xatomi, to'g'rimi? Ya onda desakmi? Ya masalan bir men qarab chiqdim, bir oydan beri izlanyaptim paychek masalasini. Bir shirkat masalan bir lira 80 kuruşluk payçek varken 5 TL'lik payçek varken 10 TL, 100 TL, 50 TL. Demek çoğunum bir Uygur eğer bugün pul tapaman dese 5 TL'sini meblağ salaylaydıgan bir ya baken demekçi ben, yani bir misal bu. Teşbihde hata olmaz. Şahsen ben 2 TL payçekki 2 TL meblağ silişini oyladım doktor. Ben onu oylap baktım. Düşündünüz mü? Bu bir misal. Uygurlar bizde pul yokken unda olsa pul tapıdığa yer kelişimiz gerek. Pul tapıdığa adamın izlenişimiz gerek. Pul tepişini ben periz hükmege çıkarmayayım ben. Ama 50 adam bir ayda telefon kıysa periz hükmege çıkarışım mümkün alımla. Pul tepişin periz lepçu. Hem çünkü fakirlik, küfürlük kapırdı deydiğim bir söz var. Cık adamını qiyinchilik qo'yaqliq bu pulsizlik. Unda olsa biz bugün pul topamizda fikr anashdik. Nima uchun bu yerda Uyg'urlarimizning 20'dagidek yo'q demoqchi men. Mening qaqshaydiganim bu. Nima gumissizlandingiz? Shuni men tushunmay qoldim. Ya'ni programmamizga yuzlarcha, minglarcha insonlarning qaytilsa, biz bugün bu yerda bir to'g'ri bo'lgan bir pul tepish usulini tepib chiqsak, doktorning vaqtining qimmatini taxmin bilsak, boshqa programmalarga qaraganda bugün Uyg'urlarda ikki narsa bor. Yani biz utup çıkadigan Sharq Turkistonda mustaqil qiladigan birisi mal, yani birisi jon. Qur'on Karimdagi ikki cho'ng asosiy prinsip. Bir insonning jannatga kirish uchun bu ikki narsa yetadi. Birisi jinini, ikkinchisi melini taqdim qilsam o jannatga kira oladi. İnşallah. Ve o inson dunyoda baxtli yashashga ikki narsa ketadi. Birisi jon, birisi mal. Ve o insonning mustaqil bo'lishiga ikki narsa ketadi. Birisi jon, birisi mal. Sharq Turkiston uchun bu ishga narsa ketadi. Yani malni berib qo'yib, jonni bermasak taqa bo'lmaydi. Mustaqillik deb bek to'latimiz ya, hamma odamning og'zida quruq gap bo'lib ketyapti. Ammo mal yo'q, jon yo'q o'rtada. Fidokorlik yo'q. Gapning qisqasi malni deyishyapmiz. Qur'on Karimda bi amvalikum va anfusikum deb mal oldida keladi hatto. Unda biz bugün mal topamiz deb bu yerda bir farz ibodatning ishini ichyapmiz bu yerda. Bugün ama deyishayotganimiz faqat paychek, islomiy paychek. Ayda oltinning gapini qilishimiz mumkin, o'g'illikka, dehqonchilikning gapini, undan keyin mal beqishning gapini qilishimiz mumkin. Men shuning uchun qarindoshlarga biroz bu nimani, bu darsimizni, bu suhbatimizni ham bahrlashni, butun Uyg'urlarning pul tepishga otlanishini, gapning rosti, tilamchilik qilmasligimizni, pul tepishga otlanishimizni, uyqumizni ichib, uyg'onib Allah bizga farz qilgan mal tepish amaliyatiga atlanishini demek uchun men bu so'zlarni qildim doktor. So'z sizlarda paychek masalasida yana ishkirlab kirayli doktor. Bo'ladi, rahmat. Bugun qarindoshlarimizni oz to'qqiziga sabablarmi balkim biz tashviqotni yaxshi qilolmay qoldik. Xiyolimiz oldin ola bir nima berolmay qoldik hamda. Bu yüzden bo'lishi mumkin. Lekin men ishimdan nurg'un qarindoshlarimiz qanda hem anlaydikken hem tushunish uchun tirishibgan hamda. İnşallah. Nurg'un yerlardan nimalar kelib turdi. Munda qildingizlar. Hatta Türkiye'nin chet bir joylaridan mush Istanbulga kelib, hatta mush yanıma kelib ta'lim olib ketgan ba'zi qarindoshlarimiz bor hamda. Xo'sh. Demak, andan keyin tunogin bir masalaga duch keldim. Shunda xo'sh bo'ldim. Shunda suyundim hamda. Xo'sh. Bir qarindoshimiz deydi, Burhanka deydi. Mendan kichik taqa. Mening choponning yanchiqqa saqlab qo'yatqili $20 pul vatdi deydi. Xo'sh. Men sizga mush pulni bersam,
siz muş puldan faydalanıp misalenge. Muşu tapkan pul ne? Muşu o'quvchilarga yoki bo'lmasa ajdorlarga bersak, lekin 20 ming dollarimni saqlab bersangiz. Deb ashunday deydi. To'g'ri. Shunda suyundim. Allah razı Xush olsun. oldum. Allah razı Lekin olsun. Allah razı olsun qarindishimizdan. Men dedim, qarindishim dedim. Endi sizmi chet elda oson emas dedim. Siz qismingizmi qila olasiz misalanga deb buni qilishning yo'lini o'rgatib qo'ydim misalanga. Demak, endi faqat 20 ming dollar var bir qarindishimiz ekan bu endi. Demak, endi bizning baylarimizmi o'zining imkoni bo'yicha qilyapti deb o'ylayman mencha. Endi demak cho'g'im siz degandek agar shunday Uyg'urlarning pulini birga akatsak misolanga qayerga mablag' solamiz degan vaqtda agar shu moliya sistemasining dinini yayinimiz deb qolgan vaqtda shu islom paychaklarga mablag' solish orqali non yeyalaymiz deganlik bo'ldi. Shunday. Qaytib kelaylik. Xo'sh. Shu paychakda hamma biz aytamiz ziyon bormi degan vaqtda bor. Vayron bo'lib ketamizmi degan vaqtda vayron bo'lib ketmaymiz. Faqat shirkat vayron bo'lib ketmagicha. Lekin vayron bo'lib ketilgan shirkatlarga mablag' solmaymiz. Agar masalan bir paychakni deylik 3 liradan oldik deylik. 3 liradan oldik deylik. Misalanga 1000 paychakni 3 liradan 3000 liraga oldik deylik. Misalanga 2'de 5 tushib qoldi misalanga. Bunun qiymati 2500 lira tushundakmi? Shundoq. Bu haqiqiy ziyonmi, mavhum ziyonmi? Mavhum ziyon deb qarayman men. Mavhum ziyon. U haqiqiy ziyon emas. Demakki, bizning shu qog'oz qiymatimiz yana 3 lira bo'yicha turibdi. Faqat biz bunda paychakni biz sotmaguncha ziyon qilmaydigan narsa. Agar siz 3 liradan elib 2,5 liraga tushganda setib etsangiz, onun da ziyon tatgan bo'lasiz. Haqiqiy ziyonni shu vaqtda tatgan bo'lasiz. Demakchi bo'g'inin qaysi vaqtda ziyon tatsiz degan vaqtda faqat paychakni sotganda ziyon tatsiz. Misolanga deylik. Yana misolan qilaylik. Men bir paychakni deylik misolanga 2 liradan oldim deylik misolanga. 10 ming paychakni 2 liradan aldım desem 5 ming deylik misolanga. 5 ming deylik. 2 liradan alsam 10 ming lira. 10 ming lira bo'lgan bo'ldi shundaqmi? Turib paychak 1,5 lira tushib qoldi misolanga. Buni qanday qilamiz degan vaqtda sotmaymiz, yana olamiz. Yana 5 ming alsa o'ttirchi qiymati tushamdi, tushmamdi. Men paychakda sizlar degidek darajada bak tadqiqotga kirmadim ama. Demak, cho'g'im nima degan vaqtda biz peshida paychakni 2 liradan oldik. Keyin 1,5 lira tushgan yana oldik degan vaqtda buning qiymati 1 lira 75 tiyindan to'xtaydi. Demak, uni qiymatini o'ttirchi qiymatini tushirib oldik degan gap. Tushundim. Tushundingizmi? Ham tushundim. Ham tushundingiz a? Men bu 5 kiliklik. Beşimden ötken. Men hem de özüm bu men nazire sözlemeyevatım ben hazır. Hoş. Men özüm bu payçak dünyasını kirgile, yakı payçak bağısı kirgile 2 yıldan açtım misalenge. Özüm metlaqsılıp, özüm başkuruvatım misalenge. Men kitapta okuvatkan naziriyende yakı bu misalenge bazı profesörlerim kitap sözügen bilen payçakını qanday qilishni, qanday qilishni bilmaydi misalenge. Demak, men bu o'zimning hissiyoti bilan yoki bo'lmasa kitobda o'qiyotgan narsa bilan nim qilmayapman misolanga. Men hozir siz degandek men kirgili manimga 2 yildan oshdi. 2 yildan oshdi desak bo'ladi hamdijon. Mishadi bir ochiqlab qo'ysizlar, doktor. Ya'ni sizlar bu paychak ishlari bilan 2 yildan beri rasman mablag' silib shug'ullanyaptilar. Chunki bir qarindishimiz abay so'rabdi, bu faqat nazariya bilan pul topqil bo'lamdi deb. Ya'ni sizlar amaliyotda paychakda pul topayotgan bir shaxs yani. Shunda. Men ülkeni chaqchaq qilib hamda Facebookda 100% nima selib 200% foyda oldim deb chiqarib qo'ydim. Bu rost misolanga. Rost.
Nima uchun degan vaqtda bir shirkatning pay cheki Qozog'istonda azroq Malayziyaning pay cheki bu Qozog'istondagi ma'lum bir da'vo sababli buning pay cheki tushib ketdi. Tushib ketganda baklam tushib ketdi. Bir pog'i tushib qoldi. Bir pog'. Ben 600 ming pay chekni bir pog'dan 6 ming ringgitga oldim. Qo'rqmay oldim. Chunki 6 ming ringgit qancha pul bo'ladi hisobda? Dollar. 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollarlik oldingiz, ha? 1,5 ming dollarlik oldim. Bir pog' tushib qoldi. Dedim, endi ba'zida islommi shu hamda tavakkul. Masalan, agar ziyon shirkat vayron bo'lib ketsa, ziyon tortimiz yandan bo'lmas ekanda. Shuni bilan saqladim. Qancha saqladim, men bu shirkatga ishondim. Chunki bu mana quyosh energiyasi bilan tokni chiqaradigan bir shirkat, ham kichik bir shirkat. Bir pog' tushib qoldi. Shunda saqladim. Mablag' soldim hisobda. Mablag' solib nima qildim, agar bu shirkat foyda topsa, men ma'lum darajada pul topa olayman deb o'yladim. Shuning bilan bir kun qarasam tuyuqsizlam 3 pog'i chiqib ketdi bu. Oyadagi 6 ming ringgit 18 ming bo'ldi degan gap. Amma 200% foyda topdimmi, olmabdiman misolanga. 200% foyda topsiz. 3 qatla topsiz. 200% foyda. Demak, endi ba'zida qanday deymiz? Meniki ziyon topmadimmi degan vaqtda albatta ziyonmi bor. Endi men yan ko'rdim, o'rgandim. Beshimizni o'tdi hozir. Men Turkiyanikida 27-oydan boshladim misolanga. Endi ba'zida butunlay daskilam qarab ketgilmaydi yoki butunlay ham ba'zida zerikib qolamiz. Ashta vaqtlarda asla o'zimizning vaqtini chiqarib, ma'lum islomga uyg'un paychaklarni, masalan, bahosi tushib ketgan paychaklarni tanlab olib qo'ysak misolanga, anında yaxshi bo'ladi. Misolanga deylik, Turkiyada Pinar Süt deydigan bir shirkat bor. Hatto bu Pinar Sütniki nima nurg'un Uyg'urlar ichidi misolanga. Shunday. Pinar Süt. Agar oyoq chiqaradigan bo'lsangiz ekranga, bak yaxshi bo'ladi. Agar shu Google'ni ichib ko'rsatadigan bo'lsa xalqimizga. Men chiqarishga tirishay. Bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Demak, bu Pinar Sütniki bu tarixiy bahosi hatto 20 necha liraga chiqqan bir paychak bu. Hatta bir yilning oldida 13-14 liralik paychak bu. Lekin bu paychakning bahosi hozir 670 tushib qoldi misolanga. 670 tushib qoldi deganlik, çok. Lekin bu kuchi bormi bu shirkatning degan vaqtda men izladim, bu shirkatning yana kuchi bor. Endi bu 6-7 dan qo'ysak misolanga, agar 3-4 oydan keyin yoki 1 yildan keyin 7-8 lira chiqqasimi misolanga, biz 30% foyda olgan bo'lamiz. 30% foyda men bayda aytdim. Alg'aralik mablag'chida 8%dan 12%gacha foyda olsa, o'zini nurg'un foyda olgan hisoblanadi. Biz 30% foyda olsakmi, 20% foyda olsakmi, nurg'ulg'an qimmat yaratgan bo'lamiz hamda-chi. O'zingiz dedingiz, Yevropada nurg'un qarindoshlarimizdagi puli bor, nega mablag' solishni bilmayotgan qarindoshlarimizdan borligini dedingiz misolanga. Demak, endi mushunda yo'lla dedim-ku. Ama bu pul xashlaydim ya biz 1 yildan xashlaydim deyotgan pulni hargiz pay bozorga kirmaymiz. Cho'qim buni uzun mezgillik akirib, masalan, bu shunday shirkatlarniki yaxshilashniki yoki boshqa shirkatlarning foyda tepishini saqlaymiz hamda-chi. Shunashqa yana bir misol qilsam, men bir shirkatning payini haqiqiy ish bu. 1.25 dan oldim bir kuni. Bir 5 ming oldim. Olsam bu birda 16 tushib qoldi. Abqad yana 5 ming oldim. Shunda qilib buning o'tirib qimmat 1.19 ming oldi. Bugun qarsam 1.22 chiqibdi misolanga. 800 lira foydasi bor misolanga. Demak, cho'g'lim hamda men uni sotmadim, lekin men uzun mezgillik bir nima mablag'chi deb qarayman o'zimda. Demak, cho'g'lim hamda shunda bunikimi nurg'ulg'an nimalar bo'ldi-chi, buni texnikalar bo'ldi ya, amman bu yerda hammani bir deb ketolmayman misolanga. Misolanga correlation degan bir narsa bo'ldi, standard deviation degan bir narsa bo'ldi degandek. Men demak cho'g'lim men o'qiyotgan kitobda o'qigan narsani emas, amaliyotda bunda qilayotgan narsalarni qarindoshlarimizdan o'rtoqlashmoqchi hamda.
Ben hazır ikiranda pinar süt stok yani bu payçekninki naq meydan hazırkı altını açtım. Eğer başkasını isterseniz mi başkasını açsam buludu. Hazır 6.75 kuruş TL iken hazırkı. Bak 5 yıl degeni be sana. Ayada 5 yıl degeni çoğun ayet var mı anne? Çoğun ayet. Tamam. 5 yıl degen hattı be sana. 5 yıl. Aha. 5 yıl degen aş 5 yıl degeni be sana. Bastım. Özgermedi. Sizde özgermeydi o. Ben de ikiranda özgüreyiverdi. Aşı ekrandan ne kılama? Biraz vakit aralığımız var. Onun için şu siz sözler versiniz buldu. Ben hazır açtım şunu. Yani 15-20 sekund aralığımız fark olganlık için enik nem kılamaydı. Hazır mesela 2019'dan 2015'kiçe aralıktaki şu diyagramma nimisi Yani köydünüz mu? köydüm ha. Demek mava 20 lira tarafında hatta 25 lira çıkmaktan Mesela 2015 yılı 17 Nisan'gacha 25 lira 50 kuruş çıkan vakti iken. Çıktı diye vakitte Hazır çıktı. tarihi karakterlik çıktı bu hazırcı. Hazır birinci ay 2019 çıktı. Yani hazır en düşük vaktlarından birisi iken şuna mı? Demek ya. Bu şirket kaçan kuruluptu diye vakitte 1973 yıl kuruluptu mesela. Demek yeşil bizden çoğun şirket bu hesapta. Biz toğulmazdı kurulup yaptık kendi. Max degen ne sana? Max degen ne? Max. Nimi mi? Şirket ismi mi? Yok. 5 yılın yendike Max degen. Max. Max'ını açtım. Bastım. İkramı göster. İşkiranda çıkarlık. 25-70 kuruşka çıkan vakti varken 2015'i. Yok, bana 5 yıllam görünüyordu da hazır. Ya sizge biraz dinkin görünüyordu. Biraz dinkin görünüyordu. Az şu diyagramımız çıktı. 2012'den 2018'geçe. Ya bu onundan uzak çıkışı mümkün. Max'ine bassanız. Ben de aşınçılık çıkıp verdi. 2012'ge çıkıp verdi. Hemen. Bu 2012 emez. 5 degeni ekipaklar mı şu sol kol tarafga? En chetkiga 2010 yılı 26 Şubat 7:20. Şu yer geldi. Demek 7'den 20 10 yıl avval mı bunun bazı 7'den 20 degen gap. Düşündünüz mü? Hem düşündüm. Hem de hazır bu 6.75 düşüp kaldı degen gap. Bu dünyavi karakterlik en tüvenleri düştü degen gap. O şirket kaçan kuruluptu desek 1973 yıl kuruluptu mesela. Yeşil bizden 3 şirketken mesela. Doğru. Demek ki ona hem de. Yani bu şundak şirketlerine baykap alalısak mesela. Biz yine nimkan bulunmaz da karayman hem de canım. Mesela Telekom Malaysia'da bir bes bakma. Telekom. Telekom Malaysia. Tamam. Telekom Malezya. Malezya stok. Bastım doktor. Malezya Telekom 4 lira 33 kuruş. Hoş. Bir ay burun kaç pul bir karab bakayla. Bir gün burun 6 ay. Bir ay burun. Bir ay burun 4 lira 43 kuruş çıkırıp verdi. Ya ana olsa 6 ayını bes bakma. 6 ay burun 2 lira 50 kuruştan 4 lira 43 kuruşgacha bo'lgan diagrammasini ko'rsatdi. 6 ayını besana. Bastım. 2019 yılınki 11 Temmuz. Yani Karam. Bu bir ayını bes koyupsiz 6 ayını besana. Hem de çıkın ben bes boldum. Biraz vakit farkı var ikimizin o'rtasida. Ben naq meydan bo'lganlik uchun 15 sekund. Ma'ni ko'rdingizmi? Xo'sh. Men bu ishni shu eng tushgan vaqtni nechgan bahsda 6 oyning ichida Eng tushgan vaqti 2 lira 50 kuruş. Men shu vaqtda olib qo'ygandim misolanga. Hozir necha chiqibdi o qarindishim qarang. Hozir bugun 4.33. 2 lira 50 kuruşdan 4'te 43 bilan bugun taqilibdi soat 5 bilan.
80-90% Ama payı var 4'te 44 kişi çıkıptı bugünün özünde. Demek siz bir katlı ötüpsiz yani eğer şu vaqtida. Şu vaqtda bu şunu alay desem pul yok. Vaqtda demedinizde. Pul yok da hem de. Hakkı var mındaqlar dese hak işenmeydi misalenge. Yani ne desek bo'ldi. İnşallah siz hem de eğer bu doğru bir yetekçilik qilsangiz Yevropada yançuqida puli va hiç işletem Yevropa texmi eg'ir pulni işletenmeslik meselesi. Mesela ticaret yok. Ondan keyin bir ishga ishtik mablag' sag'ilib bo'lmaydi Yevropada. Kapitalla bazarni egallab olgan. Bo'lganlik uchun Turkiyadek chiqib bijak mablag' salaman deb salamaganlik uchun nurg'unlagan ishchi kesimidagi qarindoshlarimiz bizga o'xshash. Masalan, yoki töven maaş aldığan qarindoshlarımızdan biraz biriktirgan, toplagan pullarını asasen işletenmeydi. İşletenmey yıllarca uyda saklaydı. O'g'riga berganlar bor. Yançuqchiga berganlar bor. Shu qo'ydaga yer yo'q, shu yançuq saqlaydiganga bankka saqlayolmaysiz chiqlari. Bankka saqlashni xohlamaydi nurg'un Uyg'urlar degandek masalan. Bankka mesela o baj bilan munosabatli nurg'un ishlar bor. Masalan, undaqda bu pulni nimaga dasmay solamiz degan gap chiqadi. Ya'ni bunun bir qisasi var bir ish, ya'ni pulni besib qo'yib, yetib, buni pul topmay, undan keyin tilam cho'p qalsak, u vaqtida chatoq chiqadi. Uning uchun men sizni bugungi darsimizning yana bir alohidaligi bu yerda bir gruppa hosil qilsak deb o'tgan siz bilan biz deyishdik. Sizning mana bu yig'indan keyin men ma gruppani bugun tashkillab qo'ysam inshaalloh agar bir Uyg'urlarning orasida buning qiziqadigan, mablag' qiziqadigan. Albatta bugun paychekin deyishyapmiz, ammo bundan keyin bir oshqon chiqishi mumkin ya bir qurilish ishlari yoki sog'lomlik, ya'ni siz o'tganda nurg'un fikrlarni o'tirib qo'ydingiz. Nurg'un mablag' soldigan yer chiqishi mumkin yoki sizning yetakchiligingizda mana bu shundoq ishlarga mablag' silinsa, Uyg'urlar bir to'p bo'lib, guruh qurib mablag'ni sizning yetakchiligingizda solsak, endi bu bir ticaret. Normal ticaretdan foydali ziyon tortishma. İnşallah Allah berib qolib qolsa bu millatninki bir iqtisodiy qaynoqidan birini topgan bo'lamiz. Shunday. Endi yana qaytib kelsak, xo'sh. Onun ustiga endi bu paychak mablag' solishda mundaqcha ham bir inchiklab kirsak, men yana bir ikki muhim nuqtani ta'kidlayman. Biri, paychakka mablag' solib qanday foydalanamiz deydigan narsa bor. Tushundingizmi? Agar bahsi tushib ketsa, men ziyon tortaman degan vaqtda siz ziyon tortmaysiz. Agar siz shirkatlar, nurg'un shirkatlar yilda foyda olib turdi. Demak, paychak mablag' solishda masalan shu Pinar Süt deganniki bu yil 34 tiyin foyda olib turibdi bir paychak uchun. Tushundingizmi? 34 tiyin. 34 tiyin foyda olib turibdi bir paychak uchun. Bir paychakninki bir yillik qanchalik vaqti? Masalan. Odatda foydani ba'zi shirkatlar yilda 4 qatim oladi. Bir mavsum. Ba'zi shirkatlar 2 qatim oladi, nurg'ulg'an shirkatlar yilda 1 qatim oladi. Yaxshi shirkatlar Unda olsa 6 lira 80 kuruşluk bu bir pay. Paychakka 34 tiyin pul berdi degan gap. Yani shunda. Uning agar ashuliqi foydalanma olib bergan vaqtda 5%dan 6%gacha foyda olib berdi degan gap. Tushundingizmi? Tushundim. Demak, bu paychakdan foyda ikki narsadan keladigan narsa paychakda. Birinchisi, shirkat topgan foydadan foyda olib berdi. Ikkinchisi, bahası o'ssa foydalanamiz. Bahası o'smasimi foydalanamiz. Shirkatdan olib bergan foydasidan foyda topamiz misolanga. Tushundingizmi? Demak, agar bo'ldi men saqlab o'tirmay, buni bahası o'sganda men setiltayman deb qilsak, bahası o'sganda uning bahası o'sgandan foyda olgan bo'lamiz.
Agar uni meyvi saqlab, masalan deyli, ma pinar sut deganda 10 yil saqlayli. Xo'sh. Hech qanday foydalanmaylik masalanga, faqat foydalan arifadi. Yılda 33 yoki 30 deydi arifasa, 5 yilda 1,5 lira arifagan bo'ldi masalanga, 5 yilda. Bir tal payga. Bir tal payga. Agar uni o shirkat vayron bo'lkasichu deb haq qo'yib ketgan, xalqimiz qo'yib ketgan. Yevropadagi qaysi davlatda unutib qoldim. Denmarkmi yoki qaysi bir davlatda xalqi butunlay pulini paychak saqlaydi. Meni xabarim yo'q. Masalanki BİM, Turkiyada BİM deydigan bir shirkat bor. Shuning 2-3 yil avvalgi paychakka 40 lira ekandi. Bu yil qarasak 86 liradan 90 lira chiqibdi masalanga. 3 yilning oldidan hozir 2 qatlanibdimi? 2 qatlanibdi. Tamam. Agar pinar sutni agar saqlasa, endi dedik-ku. O cho'qim foydalasa, ma'noga kir demaymiz xalqimizda. Ammo no pul odam kiralaydi endi. Men bayt deganda. Lekin am demak o'g'lim, mushuning nenimi yapiqish uchun xalqimiz tirishishi kerak endi. Demak, xo'sh, men bayt ikki muhim nuqtadan men dedim. Birisi mushu paychakniki foydaning ikki tarafdan keldiganligi. Birisi shirkatning foyda olib berdiganligi, yana birisi agar paychakning bahosi o'ssa, biz bunun fayda alalaydiganligimiz misalanga. Demek biz ikki narsadan nima qildigan bo'ldik. Yana bir masala. Xo'sh. Faqat lam paychak mablag' solmizmi deydigan narsa bor. Men baytin deb aytdim, bu iqtisodda yoki bo'lmasa moliya sistemasida texmi bir muhim narsa bor. U bo'lsa-mu, hamma tuxumni bir suratga solmaslik. Men hozir Malayziyada 10-12 dak shirkatga mablag' sig'ishliq qildi. Demak, o'g'lim tarqoqlashtirib sig'ishliq. Masalan, energiya sohasiga, sog'lomlik sohasiga, uy mulk sohasiga, yoki bo'lmasa yemak ichmak degandek har xil sohaga mablag' sig'ishliq. Lekin men butunlay foyda qozondimmi, xatolashmadimmi degan vaqtda albatta bizning o'lqi deymiz, o xatolikdan o'rganamiz misolanga. Xatolashgan vaqtlarim bor bo'ldi, lekin asos jihatdan degidek utuq qozonyapman. Masalan, o'sha Turkiya bozoriga kirgandan keyinmi, o'ngishli alhamdulillah ishlar. Demak, o'g'lim, birlam shirkat mablag' solib qo'ymaymiz, cho'qim oz deganda 10 dan 15 shirkatgacha mablag' solamiz. Qanday qilamiz degan vaqtda, agar 10 ning ichida 5si o'lishi mumkin, 5si tushishi mumkin misolanga. O'liga 5 asosda foyda qilgan bo'ldi. Tushganda yana olamiz misolanga. O'zining go'shini o'zi yeydirimizdan-da, endi men tur bo'yicha qilgan vaqtda. Demakki, ya bo'lmasa, uning foydalari yana tushgan, yana 5 shirkatga olamiz misolanga. Demakki, uni buni active investment deymiz yoki bo'lmasa passive investment deymiz. Active deganimiz nima degan vaqtda aktiv. Ancaq foydalarını setib tushgini elib misolanga. Ma passiv deganimiz uzun mezgilli. Bol mening karim yo'q. Faqat mushta mablag' soldim, bu shirkatlarga ishilman. Masalan, men Pinar Sutga men ishilman. Men 6 dan 7 dan oldim. Bu cho'qim chiqdi deb 4-5 yil saqlash misolanga. Misolanga endi men dunyoda mundaqcha endi bu paychak deganni hozir elib, hozir sotqili bo'ldi. Hozir elib, mengu saqligi bo'ldi misolanga. Shirkat vayron bo'lib ketmaslar. Ya bo'lmasa 1 yil ay mablag' saqligi bo'ldi, 2 ay mablag' saqligi bo'ldi, 3 ay. Demakki, buningda sizning elib setishingizni hech kim aralashmaydi. O'zingiz xohlagan vaqtda sotasiz, o'zingiz xohlagan vaqtda olasiz misolanga. Demak, endi bu ikki muhim halqa. Masalan, bu paychakning foydasining ikki tarafdan keldiganligi. Yana birisi birlam paychakka mablag' solib qo'ymay, masalan, dedingiz o'zingiz pul va qarindoshimiz yig'ib, masalan, bu mundaq ekanchu. Agar bizning pulimiz bo'lsa, iqtisodiy kuchimiz bo'lsa, hatto shu moliya bozorini monopol quvog'idek bir holatga keladi ekanmiz hamda. Pul bo'lsa, demakki, ma'lum bir paychakni masalan biz o'zimizni qo'ysak, anında o'zimizning bozor kuchi bo'ladigan demakchi, monopol qiladiganmiz demakchi o'g'limcha.
Mishayda bir qo'shimcha savol so'rsam, hozir sizdan so'raydigan 3 tane savol bor doktor. Birisi bir qarindishimiz bir savolni so'rabdi. Hozir 2022-yildagi liberal Facebook'ning 2020-da chiqarmoqchi bo'lgan liberal pulini tushuntirib qo'ysangiz debdi. Buni birozdan keyin javob bersangiz agar bu. Ya bu ma'no munosabatsiz temalar kirmaydi. Kirmam yo'q, tamam. Tushuntirib qo'ydigan nuqtadan bunda qechib emas. Mhm. Demakki, To'g'ri. men bu halqi digital pul, hozir digital pullarga ishonmayman. Mhm. Men bular mablag' silishdimi, to'sman xalqimizni-chi. Albatta. Ya'ni buningga mablag' silib ziyon tortib ketgan Uyg'urlar borki, uning uchun biz bu yerda ochiq deymizki, bizning bu yerda da'vatgan qilayotgan darsimiz yoki suhbatimizning hammasi butunlay islomiy pul tepish usullari aziz qarindoshlar. Ya'ni hozirgi Bitcoin yoki yo'q narsani sotadigan, son sotadigan bundaq ishlar bilan bizning hech aloqamiz yo'q. Faqat amaliyotda bor bo'lgan shirkatlarga sherik bo'lish. Uning uchun darsning beshida pay qaytish degan sherik bo'lishmi dedik. Sherik bo'lish degan kofirga halol, musulmonga malol bo'lgan umumiy bir narsa bu. Butun dunyoda odamdan tortib qiyomatgacha yuz beradigan bir ish. Uning uchun biz butunlay halol narsani deyishyapmiz. Unda bo'lsa buning munosabat savollarni so'ramayman. Yana bir savol. Qandoq nerdan olamiz? Tordimmi aniqroq bilsak bo'pti ekan degan bir savolni so'rabdi. Albatta bu yerda iqtisod maslahat gruppasi deb bir gruppining nomerini nimaga ekranga chiqarib qo'ydim. Hozir doktor o'zi javob berdi o savolning o'ziga. Agar mush paychek yoki doktor bilan bizning Ma'noga javob berilsaylar, bu xo'sh. savol hamda-chi. Mushunga javob berib bering. Qanday qilish, qanday olmaslik bu bak muhim savol hamda. Xo'sh. Hamda masalan deyli, Malayziya kichik bir davlat. Mhm. Kichik bir davlat bo'lishi qarmay, u davlatda 950 mingga yaqin payi baza silingan paychek baza silingan shirkatlar bor. Mhm. Bularniki %80%'ni şu Malayziya hükümetinin Malayziya hükümetinden emas, şu Malazya'daki şu nemini maliye sistemini başkuran organlar bunun 80% payçekniki halal harimini arıp çıkan emdici. Mhm. Bularning ma'lum bir mexanizm bor. Bunun hem de yer tushuntirishda ham bu doktor qanday bilamiz bu degan vaqtda shular ma'lum bir mexanizm bo'yicha hatto buni son jihatdan va sifat jihatdan deymiz yoki biz inglizcha qualitative and quantitative deymiz. Hem son jihatdan ham sifat jihatdan bular olib chiqqan. Mhm. Halol paychak bilan harom paychakni. Demak, uni nima degan vaqtda bundaq deyli, bir paychak bugun halol bo'ldi. O mangu halol bo'lamdi degan vaqtda yo'q. Malayziyada 2 qatim, Turkiyada 2 qatim, yilda 2 qatim bu shirkatlarga yana qayt qarab chiqildi. Agar shu belgilangan o'lchamlarga yoki bo'lmasa shu belgilangan nuqtalar kelmasa, yana shallab chiqarib o'tadi misolanga. Demak, bu har yilda 2 qatim bu paychakning halol haromligiga yana hukm qilib turadi jamda. Xo'sh, Türkiye bir çoğun devlet. Malayziya qaraganda neçesi çoğun devlet. Adam jihatdimi, mesela adam saati yoki nüfus jihatdimi deyli. Türkiye'den ay Malayziyadan çoğun bir devlet. Lekin ma devletde aran tüz yetmeydi. 390 ne çıkıyordum. Keyi bazar salınan şirketler var. Bütün şirketler mi yoki musulmoncha mı? Yok, bütün Türkiye'de. Bütün Türkiye'de. Hem de İslam payçaklar qancha deyip bunun degan vaqtda Türkiye'de aran 50 tal payçak çıktı. İslam payçaklar. Tushundingizmi? Tushundim. Endi buni qanday seta olmaymiz degan vaqtda biz shirkatdan bevosita yo'llanmaymiz masalangacha. Chunki mundaqlam deyli, borsa hamda buni Malayziyada borsa deb ataydi, Turkiyada borsa deb ataydi. Bular bu ishni kim qildi degan vaqtda broker yoki bo'lmasa buni biz bilan shirkatda o'tirib turadigan bir vositachilar bor masalanga. Buni ingliz tilida broker deydi yoki bo'lmasa zag'ir til bo'yicha vositachilar deymiz hamda. Hamda bular ma'lum nisbat bo'yicha masalan Turkiyada olgan shu qimmat bo'yicha 0.2% komisyon alır ekan.
Her katım ağınızda, satqınızda. Mesela 10 bin liralık alsınız, bunun 20 lira bular komisyon alı demişler. Çünkü bu bular ama şu broker'ın nimesi şu anda ayadaki rol hamda. Şunashqa demek ki onun yana payçak situasyonumuz var. Azraq halkı onun nimesi var demekçi hamda. Azraq bir ayak jalangan bir narxı var demekçi hamda. Ha qaladı yani ola. Ha qaladı. Çünkü bizge payçak setivilish şaraiti tug'dirib turdi. Shunda anda shu hisobda ala shu nimani platform deymiz. O buni biz bilan ta'minlaydi hamda-ku. Hamda buningda men hamda Turkiya qilyapman deb bastam, Kuvayt Turk misolanga. Buni qilish uchun qanday qilamiz degan vaqtda eng oldi bilan bankka boramiz. O'zimizdan shu hisobotda bir bankka borib, men bursa hisoboti ya bo'lmasa qatilim hisobi ya bo'lmasa investment yatırım deydigan Turkiyada yatırım hisobotchiman deb boramiz hamda-ku. Borgandan keyin bular nurg'un narsa qo'l qo'yib qolgandan keyin yatırım hisobi ochildi. Yatırım hisobi ochilib bo'lgandan keyin biz o'zimizga bor pulni yatırım hisobiga yo'tkaymiz. Yo'tkab, ondan keyin shu nimada yatırım degan kirib, stok alaman, sataman deydigan bir yer bor. Oya kirib, qisqa hamda bu Turkiyaning eng go'zal yeri. Türkiye'de hem de ne deyimiz en güzel kılan bir iş aşağıya kirip haram payçek seti olmazsanız seti olamazsınız. Çünkü haram payçekler o nemede tizimlikte yok. Onun da fakat şu 50 tal şirketler var. 50 tal şirketler peyni seti olamayısınız diyen gibi. Demek hem de buna şey kirip ajnaqani mesela ben 1000 tal seti olaman ya 2000 tal seti olaman deymiz. Andaki şu baza bahası boyunca hem de bunda. Mesela ben 6'da 65 satıman deymen. Siz 6'da 64 alıman deysiz mesela. Baza müşnaq belgilindi. Kim belgileydiği vaqtda siz bilen ben belgileymiz. Eğer siz kalsınız 6'da 65'ten alırsınız, ben kalsam 6'da 64'ten satıman. Demek mayada money spread deydi İngiliz tilda. Yani mesela elişten setişin fark. Mesela xuddi dollarniki elişten ve setişin farkı olanda bu payçakın mı aşağıda setiş bilen elişten farkı oldu demde. Şuanın mı? Şuanın. Şunda kılıp aşağıda setip alımız. Ondan keyin bunu elip men degandek aş boyunca alımız. Malaysia'da bank arkalık emas. Aşı ma'lum mesela brokerlar var. Mesela Türkiye'de ziraat bankalarınki, vakıf bankalarınki yapı kredi deydigan nurg'ulg'an şirketlarniki bu shunday supular bor. Lekin bu supular halal haramni ayırmaydi. Shunashqa biz cho'qim halal haramni ayirish uchun Kuvayt Turkdak ya bu al-Barakadak bankalarnikini elib, ondan keyin ayadagi islom podshohligini setib biz bu şeriatga uyg'un yoki bo'lmasa o'sha islomga uyg'un yoki islomga zid bo'lmagan sodlanib qilayotgan shirkatlarga mablag' sarflagan bo'lamiz. Ya'ni buningda agar biz davomli bizningki da'vo qilayotgan bir narsamiz bor, Islomiy qarindoshlik studiyasiningki 3 narsada o'ttirib atdik. Birisi suhbat qilamiz va o ishni amalga oshirishga tirishimizda. Buningda siyosiy masalalarda siyosiy tashkilotlar bilan yoki rahbarlar bilan suhbat qilgandan keyin ular bilan yana fikrimning oxirida deyishib nurg'un masalalar hal qilinyapti, hal qilindi. Undan keyin iqtisodiy qiyinchilik uchganlarning masalalarini fikrimni hal qilishga tirishib hal qilganlarimiz bo'ldi, hal qilinyapti. Undan boshqa bugungi bu bizningki iqtisodiy manba tepish uchun mablag' silish masalasida suhbat qildik doktor siz bilan. Masalan bu yerda bir gruppa tashkil qilinsa, shunga o'xshagan buningga qiziqadigan siz hozir qilyapsiz bu tijoratni. Qarindoshlar bilan o'rtaq bir yerga kelalsak, siz buningga yetakchilik qilamsiz, qila olamsiz. Buni qarindoshlarga bir deb qo'ysangiz yaxshi. İnşallah qilamiz. Hamda xalqimizga qo'limizni qanchalik kelsa, hamda nima deymiz qarindoshim. Men ekranning oldida uni buni degim yo'q. Lekin bu Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimiz o'quvchilar bilan qiyinchilik bilan men bo'lamda qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Lekin uni qilyapti, buni qilyapti deb davron solmaymiz. Lekin hamda qolganini
İnşallah. İnşallah. Aşında kandı. Kağına aşında buldu. Lekin kolumuzda kançayık bir iş gelse, nurgulgan planlarımız var. Allah ömrümüzü versin. Allah bir kapının ziyankeşlikten saklasın misalenge. Amin, amin. Allah halısa hem de nimdeyimiz. Biz hem de biz siyasi kürgümüz yok. Demiş mi? Biz hazır bir akşam bir kardeşimiz mi dedi bu gapni. Ben şundan qarayman. Biz hep dinleş bir canın içinde. Canın içinde hem de. Şunlaşta bazı karandaşlarımızdan hatta 100 bin dolar pulu var karandaşlarımızdan hazır zakat ağdak halı çıkagan hazır. Biden siz dediniz fakirlik kafirlik apırdı. Ben onu kılmam çünkü biz küçük buluşumuz için çoğun biz maddi cihetten küçük buluşumuz gerek. Eğer maddi cihetten küçük bulamsa manevi cihetten küçük bulamayız amcım. Siz bakın 100 bin dolar var adamniki bugünkü günde zakat yediğin bir halat küçük kılışı bu intayın insan için har kıldığın, ağır kıldığın bir iş. Bizden sikimizden çatak çıkıdı misalenge. Bizdeki nemizden nurgun cihetlerden çatak çıkıdı turmuşumuz besin için kapalı misalenge. Doğru. Şulaşka hem de men hem de tora İslam bankçılığını o 100% doğru mananga başarıya 100% uygun diyemeyiz. Lekin özümüzde hazır boğan şaraitte lekin mesela garip bankalardan elbette tarihlik da qaraymiz İslam bankalarını. Mesela ngidayla aşkarındışımız eğer 100 bin dolar bağ vaxtıda mesela aşını haşt etmezden İslam bankalarına katlamaları koyup koygan bolsa mesela bugün kege vaxtda zakat yemeslik mümkün de mesela bunda qarindaşlarımız bek çıkkan. Demek ki 100 bin dolar buldun, yaxşı faydalangan bolsa bugün gün egende zakat yemek, yen zakat begidek halat turalaydı. Cömde. Bu programının maksadı şu bunun ki yani 100 bin dolarını ziyan tartıp zakat küçük kalması hem de küçük kılışı mümkün insan o bir ayrım bir mesele ama bunun dinki ziyanın aldığını eliş için muşunu değişivatımız doktor vakit çıkarıp bunun da nemkip beravadıdı. Yani belki bunun doktor bazı çıkıp ya bu sıl nem değişivatsa o bu değiş mümkün. Ben 2 yıldan beri ötkendim değiştik bir projektni yoki bir planni 2000 TL setip alımız deb ilan çıkardık Facebook'ta. Biz 25 baş ilan geldi ama emmiz reallik uygun kelmegen ve şartga uygun kelmegenlik üçün qabul kılınmadı. Bunun din kimi çıkarımız ki 2 yıldan beri şahsen ben yani Uygurlarning pul topadigan bir yeri bormi degan bu savolga bugungacha mau ikkinchi qitim javob tepishim. Birisi bakmachilik qilsak bo'ldi degan bir javobni tepib bakmachilik qildigan vaqtida Türkiye'deki iqtisodiy egizpaslik dollar TL egizpaslik bo'lish tufayli u to'xtadi. Ikkinchisi islomiy paychik masalasini ham hozir deyishyapmiz. Masalan, hozir mablag' hozirning o'zida shu naq maydonda ko'rib turayotgan qarindoshlarga hozir 100 ming dollar pul bor. Mablag' saldiga ya bormi desak, kallasida mablag' saldiga ya bordek o'ylab olishi mumkin, amaliyotda yo'q. Shaxsan men ashta deb qarayman. Yani hozir nimaga mablag' solamiz? Nima ish bor dunyoda? Ba'zilar uni qilayli, buni qilayli deydi, ammo zodi amaliyotga uygunmi, shartga uygunmi, shu biroz foyda ilish ehtimolimiz bormi degan shunday shartga solsak uygun kelmaydi. Dunyo shundan murakkablashib bir tasbiy holatga kirib qolganlik uchun, ya'ni aslida keyinda qoldik doktor biz. Iqtisod masalasida bek keyinda qoldik. Keyinda qoldik. Masalan, ben Bayt'ın programının 5'inde deymen deb azroq bir sonliq ma'lumotni qilgandim. Ma'noni tushuntirib ko'z qo'ysam, andiki haqiqatan aql qopmiz deganni yana bila olamiz. Masalan, deylik, Turkiyada haqiqiy ishlab chiqarish GDP deymiz, umumiy ishlab chiqarish 1 trillionga bormaydi. 851 milyard deyiladi. Chunki 1 trillionga bormaydi. Lekin Türkiye'deki maliye boyligi 11.3 trilyon. Demek ameliy ishlab chiqarish 1 trilyon bo'lmasa, Türkiye'deki maliye boyligi 11.3 trilyon. Demek biz 11.3 trilyondan pul tep yapaqmadık da hamda. Mandan demekçi. Ay 1 trilyondaki klasik pul tepiş, klasik meyli terimçilik olsun, meyli
Kanaat bulsun, neme bulsun. Aşı 850 milyar Türkiye'de. Lekin nemesi Amerika'da. Amerika kançalık diye vakta Amerika'da GDP'si 19 trilyon etrafında. Lekin maliye nemesi maliye küçüğü maliye meblağı deyimiz ya ki bu mesela financial asset deyimiz hem de İngiliz dilde bu 90 trilyonga yakın hem de hesapta. Demek biz Mao çoğun bir nemege kire. Ama bu diş arkalık men Uygurlarını bu sayı söyleyip kireyle demek ki emez. Lekin pulumuzni ne koşni bilamayotgan ahirgi bir nimizni qanasdan bu shunda bir yo'llar bor deb xalqimizni ko'rsatib qo'ymoqchi ham. Albatta. Yani endi tijorat qilayotganlarni va tijorat qilayotgan pulini ekib sal demaymiz. Albatta. Uni hargiz unday desak bo'lmaydi. Demakki endi bu shunda men bu pul nega asosdan bo'lar? Buni qanday qilsam bo'lar? Bir 10-20 yilgacha bu pulni bir nima bo'lsa bunda insonlar uchun andikin bo'ldi. Pulun veya koy misalenge. Mundaq qilsa mundaq bo'ladi deb andiki ko'rsatsak bu ishlarga bir chiqish yo'lini ko'rsatgan bo'lamiz hamda. Albatta. Haq menim voy bu bal nima deydiganda bu haram tursa u haram tursa deyish mumkin. Lekin biz inovatimizdan tushib ketishdan qo'rqmadik. Shu agar unda deb qolsa muallim halol haram deb qolsa mana ikkiran halol haramni misha deysek bo'ldi, mana u uyning ichiga kirib olib kitobni quchoqlab halol haram deb foydasi yo'q. Mana misha ikkilimiz halol haramni misha nimishqa bizga o'rgatib qo'ysa bo'lmamdi shu halol haramni bugungacha. Biz faqat bildig'inimiz bunda men hamda boshqa qarindoshlarım hech kimdan nima qilmayman, hamda hech kimga hech kim bilan ixtilof qilg'im yo'q hamda. Xo'sh. Hamda islom olimlariga vaqtda Malayziyaliklar islom olimlari misolanga. Iyada hem dinni tushunadigan, hem iqtisodni tushunadigan nurg'on islom olimlari bor. Turkiyada ham shunday islom olimlari bor misolanga. Qatardagi davlatlarda bor. Endi bu islom olimlarimi birga kelib bir ro'yab chiqargan narsalar bu hamda. Endi demakki unim nima deymiz? Bizning Uyg'urlarning hamda ba'zida hamda mushto'dak yashayotgandan keyin hamda bir qo'shildigan yerim. Allah bizga shunday bir rahmat qilsinki, bizdek bir millatga. Hatto qoqsan ham bo'lib ketsakmi, halol haromlik ustida chim turib kelayotgan bir millat hamda biz. Halol haromni shunday ayirgan bir millat. Bunu da intan hoş bulmak. Allah bizdek bir milletke rahmet kılsın iş kılır. Allah aşkı bu zemmiz gibi zulümünü götürmesin. Demek ki onun biz kan kustak mı? Yanılan halal haram meselesinde çim durup kiliklik hem de. Çünkü bugün günkü kadar misalenge. Elbette muallim, elbette. Yani halal haramda çim turumuz miyad aldığımızda bir baza var şu dünyada. Dünya dijital pulga ketyapti. Dünya bankçılık sistemi var. Mesela Şarkı Türkistan kuruldu deyli bir misal. Şarkı Türkistan'da qanday bir bankçılık sistemi boludu. Misal. Yani hazırdan tatip bu dijital dünyaya kirişte ulamalar birlik kirişimiz gerek bu yolga. Ulamalar bunun hal qilish çağrısını tepiş gerek oldu. Payçekni hal qilish çağrısı. Hemimizin hal qilish çağrısını tepiş. Elbette makaleler var, yazılıvatıdı, haram, halal deyilatıdı ama umumen xalqimiz %1% xəbər var bu işdən. %99% Uyğur, İslami payçek, İslami pul tepiş, İslami bankçılık sistemi. Bunun xəbəri yox. Avropadakı bütün Uyğurun pulu faiz sistemi bilan bağlanğan, yəni ösüm bilan bağlanğan bankalarga mecburen kirilik. Bu işni qanday hal qılımız? Avropadakı bütün Uyğur, %100 Uyğur, %100, %99 dey. Yani bire Uygur çıkıp kapkası onu bilmedim. %99% Uygur bütünley ösüm bilen bağlanğan bankçılık bilen girelişip ketken. Bunun için de bizim var. Çünkü bu devlet yaşagandiken sizin maaşınız bankadan keldi. Otomatik. Bütün pulunu banka төлeysiz. Pul bankının içinde çögüleydi. Banka ösüm sistemi var. İslam bu işini qanday hal qiladi? Ulamalarımız bu işini qanday hal qiladi? Tamam, Avrupani qo'yib turayli. İslami bankçılık sistemi bo'lgan Türkiye'dek, Malayziyadek bu devletdeki bu ilimni
xalqimiz bilmeklik demekçi ben. Şunda men degenim şu hamdi. Mesela Türkiye'de onu demiş, bunu demiş. Türkiye'de cıhnası yok. Fakat %5% maliye nemisi maliye meblağı İslamca da karıldı. Mesela şeriat uygun da karıldı Türkiye'de. 5%. Hem bu küçük bir hava hesap. Cömde. Şuna çıkan demek ki onun tehe İslam bankçılığı yapılırsa çok terakki kılıp bir bereketli yok hem de. Hazır mesela Türkiye'de terakki kılış baskıçıda. Hem de en terakki kılan diye vakitte Malaysia en aldı terakki kılıp hatta ulan ben diye naş altı nesne İslam bankçılığı, İslam kapital bazarı, İslam pul bazarı mesela İslam fondu degende nurgun neslerini nimkıgan ro'yab chiqargan bir davlat hamda bu. Shundan tashqari hamda qolgani siz degandek vatanimiz qurilib qandaq. Masalan, vatanning taraqqiyoti uchun qandaq pul yig'amiz. Hargiz siz yeni pulni hargiz mablag' solmaysiz vatan uchun. Hozir yenimiz bor pulni vatanimiz shundoq yerda salomlayapmiz. Vatan qurilib qolgani salomliq misolanga solmaymiz. Şunlaşka sizden, menin, başkalarının pulunu yoğulaş arkalık özümüzden taraqqiyot için işletimiz degan gap. Hamda bu banka degan vaqtda hamda to'g'ri, men shunday deb qarayman. Balki bankchilik harom deyishi mumkin. Bayda siz bek bir to'g'ri gapni qildingiz. Televizorning o'zi halol. Uni harom qilindi, halol qilindi, harom qilindi misolanga. Pichoq ne? Pichoq bor deyli, ikki bisqiq pichoq. Onun da adem ötürüp günah kılın buldu. Onun bilen göç doğrayıp canınız bakkıl oldu mesela güççü. Ama bankçılık sistemisinde aş sık bıçak okşturmayla güççü. Hem bunu da yakış payını alsa, mesela Özbekistan terakkiyatta, Müslümanların terakkiyatta, devletin terakkiyatta, devletin can menfaatini terakki kıldır alırsak mesela biz bunun da doğru paylanan buluruz. Hem hesapçı. Şunun için hem de bu ne? İslam'da değil. İslam'ın hiç kandak böylece sen İslam bankası aç, sen bir İslam zayiyomu kıl degen iş yok mesela. Demek? Ama İslam içiş gerek muallim, menenki bölüşünce. İslam içiş. Yok, demek ki oğlum, İslam bankası aç, ders kılınmagan demek ki oğlum. Elbette. Demek ki oğlum, bu ne hem de? Muşu hazırki zamandaki, muşu İslam alimlerinin ya bo'lmasa mush iqtisod olimlarining o'rtaq kuchi bilan o'rtaq nimasi bilan hamda ro'yab chiqarmiz ba'zi ishlarni demoqchi hamda masalan islom bankchilik qanday shaklda bo'lsa islom paychak qanday shaklda bo'ldi masalanga baytida men sizga deb aytdim islom bankchiligini islom paychakda faqat qualitative quantitative deb o'tkazib masalanga unuga ishkilab kirkasak nurg'un gap bor buning ichiga qanday qaraymiz masalanga islom paychak qanday halol bo'ldi qanday harom bo'ldi masalanga uni aniq bir nima bor aniq bir belgilar bor hamda shu belgilarga asosan uni arash qilib ko'ramiz demak endi biz mushlardan foydalansak yaxshi bo'ldi deb qaraymiz albatta ya'ni dini noktadan İslam insanların hayatını kolaylaştırdıgan bir insan su uçup gitip kalsa onu kutkuzu bilişka vasıt izleydigan onu o su üzüşüne gütüdigan kos geçip kalsa nam berdigan bir din buçu. Yani insan din hayat demdi. Din hayat. Bunda oğan diken bugün dünyadaki insaniyet ve hayat bir terakkiyat bilen bugünkü bu bankçılık sistemi, dijital pul sistemi qarab ketayotgan paytda din bu işlerini el kıldırğanga oturuğa çıkıdı ki onun alimleri çıkıp oturup nurgun alimli bir yer gelip onu məsləhətlişib da siz bilen biz aslında keyni tuturumuz doktor. Alimler tabi birinci bulup ma bu bank sistemi meydana geldi qanday qılımız, payçek meydana geldi qanday qılımız, bursa dollarçılık meydana geldi qanday qılımız dep deyiş gerek ki bazılar deyiş mümkün bu bağ mı bunun fetvaları bunun yolları deyiş mümkün ki ama abay degende %99% Uygur bunu bilmeydi. Şahsen Mehmet'e yakından beri bu işlerini nim kılıp otıma. Mesela ötken yıl bir kardeşimiz biz bana telefon edip şu payçek işlerini maliye işlerini kısak bulmam diye vaxtıda biz onu arlaşamayımız diyendim çünkü İslami payçek İslami maliye sistemimizde izlenmegenlikim bilmegenlikim üçün. Ama
Bu yıl sizden bir qancha darslaringizni angladik ve bir qancha suhbat qilgandan keyin bu islomiy pul tepish usulim borkan-ku moliya sistemasida deb buningga siz degandek real qaraydigan bo'lsak, doktor hozir xili jiq Uyg'urlar pullarni 4-5 yil, 5-10 yildan beri saqlayotgan Uyg'urlar bor. Hech nima ishlatmaydi. Masalan, bular bir yerga chiqib oshxona ichishni yoki bir yerda dehqonchilik qilishni xohlamaydi, yo bir yerda pulni qo'yib yiqishni xohlamaydi. Faqat oson bir pul tepish usuli bo'lsa deydi. Ammo bugun oson pul tepish usullarimi moliya sistemasida ko'rilyapti. Islomiy oson pul sistemasi deydi masalan. Bundaq avvalda buningga biroz yo'l ichib eshikni hozir ochsak, balkim bir qancha yildan keyin Uyg'urlarmi bugungi bu dunyo sistemasidan pul iqtisod moliya sistemasidan foydalanishi mumkin demoqchiman. Shunda. Hamda ham bir nurg'ulg'an ba'zi xushbon insonlar jiq hamda. Alloh rozi bo'lsin. Men uchun duo qilayotgan qarindoshlarimizni behjiq deb qarayman men shaxsan. Men duo qilaman. İnşallah. Demek ki onun bir ayol qarindoshimiz to'qibdi. Bir qeyronisi bilan necha bolasidan qopgan deyapti. Ularda boshqa hech qanday kirim manbasi yo'q masalanga. Endi bular qarasam-chi zakat qarab pul nereden keldikin deb ana qarab yassi bo'ldi hamda. Bir ana, bir cho'ng anash, bir hadash, anon ballari degandek. Bular uchun nimqirgan pul tepirgan er kishi yo'q masalanga-chi. Bular qanday qildi degan vaqtda bular tala qarab o'tirsa zakat badi yo'q degandek bularning tugish kishida hamda-chi. Jihatdan vatanning besini majatdan hamma jihatdan anim bu kitdi. Aniki ma'no to'qibdi. Qilib qilganman leksion olgandan keyin bularning baga degan vaqtda ash yo'lda chapagan bir uy bor ekan. Ben dedim, hadi öyle setten dedim. Setep, Anistan Bankası koyup, anından payda alıp vergen pulunu hem oyunun icazını söyleyemezsiniz, hem ballarınızı bakalaysınız dedim. Yıkılap gitti o ayol mesela. Şunda kılıp mesela hem pulumu var, hem talağım karap kalmadı, pulun arkalık oyunun icazı pulunu tepip mesela, hasını kolu karap kalmay, zakat karap kalmay, amında kuvvet edici. Bundan Michel sizin tutib olimi doktor. O'tgandan bu gap mundaq tilg'inib o'tib ketganda, hozir uyi bor, ammo zakotga yoki faqir miskin deb ikkiga ayrildi-ku, masalan, hamma narsa bor, ammo yeydigan ya'ni naq bir narsa yo'qligi zakot keladi masalan. Ammo bundalarga bir yo'lni hozir aniq deyapsizki, buni mushu darsimizda ochiqlab o'tingki, uyi bor, ammo ashtaq nim bilan yashayotgan insonlar xili ko'p. Bu yerden bir narsani o'rganib olsin, buni biroz sharhlab ochiqlab beramiz. Aniq bir ishmi bu? Aniq. Undan bo'lsa, detayn deb biram biroz. Aniq deyishimlik sabab. Endi hozir islom bankalarida g'arib bankalar bilan hech qanday farqi yo'q degan taqdirdami? Xo'sh. Hargiz harom yerlik mablag' sanmaydi. Tushundingizmi? Ularniki masalan Turkiyada savatgan yerlarni mana bu o'zimning hissiyati bilan da qo'ygan gap emas hamda-chi. To'g'ri, endi ba'zida bankada biz diniy masala bu halollarimlik masalasiga kirkazsak, atish chalasakmi tugamaydi bu ish. Endi demakchi uni bularni amal bor. Mushu davlatning ba'zi jon tomirlarga yoki bo'lmasa, masalan Kuvayt Turkiyada quyosh energiyasi orqali mana tok ishlab chiqargan shirkatlarga mablag' siliqliq masalan qo'lamichi hamda Allohga yo bo'lmasa moliya bilan ta'minlayapti hisobda. Demakchi hamda mush islom banklarining mushundaq yerlarga bizmi o'zimizdan shu qatli misol qo'yib qo'ysak, bizga islom banklari foyda olib berdi. Hamda xo'sh, nurg'un qarindoshlarimizning uyi bor, lekin alqi taloq qiliqliq hamda-chi. Buni qanday qilamiz degan vaqtda hamda bir uy deganda eng oz deganda azam bo'lgan taqdirda hamda 200 ming atrofiga sota oladi deb qarayman. 200 ming TL'mi, dollarmi? 200 ming ringgit demakchi hamda-chi. Hamda odatdagi uyni demakchi hamda.
Ringgit Malaysiya nenin pulu? Yo, Malum. lira demek istedim. 200 ming mama ilişip kettim. 200 ming lira demek istedim. Sizni Malaysiya'dan ekip olamadığımız cuma takşı Türkiye'ye. Endi demek yo'qnim, mush 200 ming lira sattık deyli. Agar mushu pulni İslam bankaları qo'ysak masalanga, bunun ana pul yo'qolib ketmaydi. 200 ming lira yo'qolib ketmaydi. Bu İslam bankaları o'zi olgan foydasi bo'yicha bu pulga hozir 2,5 mingdan 3 minggacha foyda olib berdi masalanga. 1000 liralık uyda ijaraga tursa masalanga, qolgan 1400 lirani 200 ming TL'ga 2000'dan 2,5 ming liragacha foyda olib beramdi ayda. Ayda olib berdi. Malum siz acayip çoğun bir uçurunu beryapsınız cuma hazır. Shunda ba. Demakchi hamda Sizning o'zingiz ya siz bu ishga kirdingizmi, kirmadingizmi? Yani buni shaxsiy so'rab qo'ying. Elqi mundaq qilamday. Yani Men hamma tuxumni bir suyak saqlamoqlik. Ha, tushundim. Aha, davom qiling. Undan keyin demakchi ondan keyin 200 ming ayat turib o'tadi. Ham Ala'nın ro'yi nimasida ham benim pulim bor bankada deb qaraydi. Ondan keyin ham uy ijarasini to'laydi, ham bolalarni boqalaydi. Agar o ayat uchun ishlayman desa, ish fursati bormi? Yo'q. Talaqara zakat bilan yashaydi masalanga. Unda qilgandan İslam bankaları hamda mush Turkiyadagi bir davlatda mush İslam bankaları deb ro'yobga chiqdi. Men degandek farqi yo'q degan vaqtdami, bular harom yerga mablag' solmaydi. Shuning uchun mencha hamda mushundaq insonlar uchun haqni qo'li qarab qolmaslik yoki zakat qarab qolmaslik uchun mushundaq foydalansa bo'ladi deb qarayman hamda. Uning ustiga misolanga o'qish mukofot pul deymiz, balani o'qish mukofot puli deymiz. Hamda ba'zi qarindoshlarimiz hatto o'zining pullarini Islom bankasiga qo'yib, undan topgan pullarini boyitma dedim bu gapni. Mushu o'qiyotgan bolalar uchun o'qish mukofot puli qilib berayotgan qarindoshlarimiz bor misolanga. Demak ham mushunda. Demakchi hamda o'zimizdagi anikin yana bir gaplar ismini oshkorlamasam bilan bu bir insonning nimasini bo'lmaydi. Tunugitda bir akimiz kapti. Ko'rishga kelib xili pulimiz batdi deydi vatanda. Hozir bolalarımdan yerim vatanda qoldi, ayolim vatanda qoldi. Meşhada bir qizim bor dedi. Ama şu qizi ma'lum bir maktabda o'qiydi ekan dedi. O'qiydi ekan, buni o'qish pulini to'layapti. To'lamay endi shuni doktor qanday amal qildilar deb kapti. Bu cho'ng bir odam, cho'ng bir turmush ko'rgan odam boshqalarni qanday olaydisimi? Ba'zi gaplarni aniq demayman. Demak, endi boshqalardan alınmaydı. Kimden alıyordu? Mesela kızımla okuş pulunu götürmeden kimden aldığı vardı misalenge. Şundak. Andaki ben dedim. Maraska akılan dedim. Neminiz var sizde dedim. Öğü bağımız dem öğü yok dedim. Andaki neminiz var sizde maşinam var dedim. Maşinanızı setten dedim. Maşinanızı settem. Neçe sat kul bulsam 100 bin lira sat kul buldu dedim. Maşinanızı settem. Pulunu İslam Bankası'na koyup anında tapkan pulunu kızınızda okutun dedim mesela. Bizden görüp bak kete olaylı şu adamdan malum. Ya, hem de onda desek yaxşı bulmaydı. Hem de ben misal Doğru. Bu şundaq təskün qalan qarindaşlarımız var deməkcəmdir. Ama kese benim özüm çıxıb derdim var. Benim özümden farzatlar var, özümden qarindaşları var degəndə kəmdir. Ya o sizki kelsin, bizki kelsin muallim. Yani bu çıkış yolu emas. Yani bizden Uygurlar çokum bir pul tepiş yolu kiriş gerek. Gene elbette kelip davamlılık ihtiyacı düşken vaxtıda davamlılık o dernek bizden yöleydi. Avrupa'dan pul keledi yoki palançının qışığı basak bir amal qıpırdı degen bu İslam'a xilaf bir iş yani. Şunda. Allah razı olsun. Undaqda üyü yok. 100 ming TL, 200 ming TL, 300 ming TL pulu var. Pulunu işletemeyotgan. Eğer işletemendisi qoqab neyagi meblag selishni bilinmeyotgan qarindoshlarimiz bugungi kunda İslamiy banklarninki yatır men tünügün ülüş gününden beri Kuveyt Türk'ninki o yeni kampanya yatırımlarını görüp çıktım.
Bunun belgilik miqdarda nimalar bor ekan? Payda nimasi? Mushaliga nima sosi bo'lamdi, ya'ni sizningki maslahatingiz bilan Endi shu, endi bundaqchi, bankining funksiyasi bundaqdir. Agar ziyon tekishni xohlamasangiz masalanga, dedik-ku, eng bexatar banka dedik. Agar bo'pti men ziyon tekishni xohlayman desangiz, paychak mablag' soling masalanga. Ikki yo'l bor. Birisi, nimani o'ylasangiz, islom bankalarga pul qo'ying. Agar hem xatarni hem nim qilsangiz, paychak mablag' soling masalanga. Tushundingmi? Bunda ahvolamda. Ondan keyin shunashqa bankaning funksiyasi hamda hisobnoma fixed income securities deymiz yoki bo'lmasa mush equity deymiz. Fixed income deganda mush banklar yoki bo'lmasa zayomga kirmadi. Zayomga bir kun kirmas. Islom zayomga demak hamda islom zayomi asos jihatdan payız muqim buldu. Zayom bilan bankının payızı muqim buldu. Eğer ziyanımızsak aslında muşu privat, andaki bu payçak amanın ziyanım var, hatırım var mesela. Cömde. Şunaşka hamda tallaş özümüzün koluda. Lekin men degende hem de tuxumne bir sıra sanması gerek. Hem İslam bankalardan bulsun, hem onundan bulsun, bunundan bulsun degende cömde. Hem kavında yani özünüz dediniz ma grup kurduklar. Aş grupda yani tafsili bir nımqsaq buldu inşallah. Oldu inşallah. Ondan keyin yani bir qarindishimiz so'rabdi, so'zingizni unutib qolmang ma'lum, men tag'in jiddiy paranglashayli deb so'zingizni kesib o'taman. Islom bankida pul qo'yishni bir doktorning ismini tilg'abdi, men olmayman, chunki qarshi tarafning shaxsiyatiga nima bo'lib qolmasin deyman. Mayli qaysi doktor bo'lsin, bizning ishimizda olim ulamolarimiz bor, doktorlarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Xato deb javob berdi Islom bankisida debdi. Bu gap to'g'rimi xatomi bilmayman, chunki doktorning o'zi yo'q bu yerda. Masalan, bu Islom bankisida pul qo'yib mablag' shirik bo'lish masalasida masalan Uyg'ur ulamolar bilan yoki boshqa Malayziya olimlari bilan deyish vaqtingizmi? Buni so'raydi. Ba'zan dedik-ku, buniki Malayziyadagi davlatda bularning ma'lumi bular hamda shular neki bu halal deb qiliqlar bor hamda-ku. Ixtilof borligi bor hamda. Hamda u o'tilgan bizning doktorimiz bir hamda nimada doktorimiz bilan men chiqib suhbat qildim. Nima talashlar qildik, nima qildik deganday. Alqi qanaqdaymiz hamda nima kelgan vaqtda alqi qanaqdaymiz. Mavo İslam bankaları öyle satıdı, öyle satkan bile bu öyneki iqtidarchilik huquqini ustiga olmaydi. Shuning uchun haram deb shu eng cho'nliq shu ham rasat qavoqchi. Masalan, demakchi nima demakchi vaqtda o'shatib olsangiz, banka o'zining ustiga olmay turib sizga sotadi deb mavo nimada nuqta akliklik. Endi bu nima uchun mundaq bo'ldi degan vaqtda agar islom bankalari agar uyni islom bankidan sotib olsa bor. Lekin bunga qonun yo'l qo'ymaydi. Nima uchun yo'l qo'ymaydi degan vaqtda ikki muhim nuqta bor. Biri, agar mundaq har qanday davlatda bir narsani olsak, satsak, bosh to'laymiz, shundaqmi? Shundoq. Ma Türkiye'de başbek ağır devlet. Eğer İslam Bankası öyle satılsa onun baş döneydi. Xeride asas emir baş döneydi. Bu İslam bankalarındaki önün bahsi gözüküyordu o vakitte. Kim ziyan buludu? Halkı ziyan buludu mesela. Şunun için siz öyle körsüz aldılar. Ama ma öyle anmakça değilsiz. Andayken bank endi nenem demesiga vaqtda öyle bağmadı yaxtı bak. Herkes yalqı sizge pul satmaydı endi. Çünkü meselenge. Şunun için demek ki onun bu bir iş. Yan bir iş. Eğer nima uchun qonun banklarning o'z sotilishini cheklaydi degan vaqtda agar banklar uyni sotilishga yo'l qo'ysa, masalan, uyning bahosi hozirgidan necha o'sib ketadi.
Nima uchun degan vaqtda banklar uy mulk sohasini monopol qilib oldi misolanga. Uyni qo'lga olib oldi butun bank. Uyni butun qo'yib oldi. Alanın degan hisob bo'lib ketdi. Shuning uchun bu ikki nuqtani qarab aytgan vaqtda shuning uchun islom banklari endi Malayziyada bu qanday hal qilgan degan vaqtda men uyni sotib olaman, men uyni bankka sotaman, bankima yana sotib berdi misolanga. Malayziya mana shaklda hal qilgan misolanga. Demakki, men uyni elib bankka sotaman, bankima sotib berdi misolanga. Shunday holatda hal qilib. Endi nima uchun degan vaqtda masalan o'sim nima uchun harom degan vaqtda masalanga sizdan $1000 elib sizdan $1100 talab qilsam bu harom bo'ldi. Sizdan 10 gram oltin elib 11 gram talab qilsam bu harom bo'ldi. Lekin mayada pul sotilmasdan biz bankdan hamda uy uyni nima qilgan bo'ldi. Desak, endi mushunda aytayotganimiz ma'vo bankka o'zining idorasi huquqini ustiga olmaydi degan bir sabab bilan buni endi harom chiqarib o'tdilar. Eng cho'ng sababi shu. Ya'ni bu faqat uy to'g'risida chiqarilgan payt bormi bu? Uy to'g'risida. Ammo bu yerda so'ragan qarindishimiz islomiy bankaga pul qo'yishni doktor harom deganda deydi. Islomiy bankaga pul qo'yish masalasi bilan u uy ilish masalasi aralashib ketganmisin? Doktor, buningdan xabaringiz bormi? Islomiy bankaga pul qo'yish. Yo'q, albatta. Endi banklar nima qildi degan vaqtda asosligi shunda uy yoki bo'lmasa mashina dunyoda eng muhim narsa nima degan vaqtda ikki muhim narsa birisi uy, birisi mashina hamda-ku. Shuning uchun islom banklari, men endi bu to'g'riliq shu Sarvat Bayindir deydigan Turkiyadagi eng cho'ng ham iqtisodda ham shu bu professorlar biz 10 yildan buyon tanishimiz hamda-ku. Bu professorning deganimi shu 2000 netijalar qadar odat barkanda qo'yishchi. Masalan, oldinlar bank setilib, andagi xaridor setib qo'ygancha hamda. Endi hozir nima demoqchi degan vaqtda biz maqatimmo ambiyada hamma deb o'tag'iz bo'lmaydi. Biz 20 necha turlik bir narsani yezib, masalanga yo'ludikchi. Munda bo'lsa, islom banklari texmi yaxshi holat bo'lgan bo'ldi degandek bir narsani yezib yo'ludik hamda. Unda yo'llig'ini hozircha demay turay. Demak, hamda biz o'sha islom banklarining texmi shariatga uyg'un bo'lishi uchun kuch chiqaryapmiz. Nima uchun degan vaqtda doktorimizning demoqchi bo'lgani u asos kirim uy bilan mashinadan keladi. Shuning uchun harom deb qo'yib bo'lmaydi deb qaraydi hamda. Bu to'g'riliq biz kelajak suhbat olib borishliqanda. Manda desak bo'lamdi, ya'ni doktorning degani bankaga pul qo'yish burundan göre'ge qo'yish bati bu islomda göre'ge qo'yish banka pul saqirib berish bor narsa emas. Bankaga pul qo'yish harom emas. Banka u pulni ilib mashina bilan uyga soladi, shuning uchun harom deb oyatga sababga bog'lab shunda deylikmi? Ashtab desak bo'ladi. Endi mundaqchi, agar anikin yana birisi biz pul qo'ysak ziyon chiqmaydi deb nuqtadan andikin mush ikki nuqtani kelib o'tirib ashaq deyiklik hamda ikki muhim nuqta shu hamda. Nima shu? Demakchi men nima demoqchi degan vaqtda g'arb banklari pulni sotadi. Ular uy bilanni bo'lmamdi, masalan derivativ deydigan financial derivativ deymiz. Nimaki moliya turlarining ham bir qimor shaklidagi bir narsalar borchu. Bu yerlarga mablag' solib nimalari mundaq demakchi uni g'arb banklari amaliy ishlab chiqarish bilan ko'rinmaydi odatda. Ular faqat o'zining moliya nimasi orqali shu bunaqa o'sim orqali qimmat yaratadi. Lekin islom banklari amaliy ishlab chiqarishni asos qilib, shunday yerlarga mablag' solib Bayden deb aytdik-ku, men Bayden deb berdim sizga. Turkiyada umumiy ishlab chiqarish 1 trillion kelmaydi, lekin moliya nimasi 11 trillion keldi debchi. Demakchi, kim yo'g'oldi bu yaxshi ishmi, xato ishmi degan vaqtda xato ish.
eğer 1 trilyon işlep çıkış olgan bolsa, 1 trilyon bulgan bolsa, bu doğru olgan buludu. Demek İslam bankaları muşu yılki emeli işlep çıkarış bilen maliye nemesini hem bunu ben işkiler kirkettik halkımızın bunu hazım kılalışımı natayın. Demek hem de muş ağırlıkını çoğu etmezden ameli işlep çıkarışka yani real sektördeyimiz manın için hizmet kıldığı da karayımız hem de. Müslümanların menfaat için hizmet kıldığı da karayla hem de. Hoş. Undaqda bu meseleni yana doktor olan zaman kelgende nim qilsak bo'ladi? Yani mundaqçı. Bu ne yılki kanaldayımız. Mesela bir fatva degan vaqtda fakat bir kişinin onda da ben bu doktor qaratgan gap emas. Fakat bir kişinin bunda qilqi fatva bir huquqi bo'lmaydi-chi masalanga. Fatvani kim berdi degan vaqtda buni 7-8 İslam olimlari birga kelib, ondan keyin cho'ng bir davlat majlislarda birga kelgandan keyin ondan keyin fatva bo'ladi. Ama bu özü köz karışı oldu mesela. Yani fetvani ben de fetva veremeyim. Benim fetva bir şok okumu yok. Lakin eğer ben İslam alimi bulan takdirde benim fetva bir şok okum bulmaydı. Ben fetvani çokum başka İslam alimler bilen birlikte oturup algı kolektif deyimiz algı kolektif algı başkanının aldı bundan çıkarıldı fetva çöğünde. Hem ma İslam bankalarda mı şeriat alimler bağımı da elbette bağ. Uladı mı mesela Malaysia'da her bir İslam bankasındaki bir dinlik şeriat nemesi var. Şeriat bölümü var. Şeriat bölümü muşu İslam bankalarındaki nemesi teşkilat durudu. Doğru vatamda doğru kımay vatamda digendek mesela geçim. Demek ki onun meyede ayadımı İslam o men İslam bankası deplam onda kalkı roya çıkılan neslemez. Demek ki onun ayadımı olanın şeriat alimleri var, İslam alimleri var, iktisat alimleri var. Bularlıkı nime halda hemminiki bir ekip oturup bunda karar çıkarılan nesler bu cümle. Şunu demektir. Yani siz şu Malaysiya'daki hem de bir uzun yıldan beri kurulgan bir devlet, uzun yıl sistemlaşkan hatta dünyadaki Müslüman memleketlerinin çoğunlarından birisi Malaysiya Endoneziyeli. Yani biraz mükemmel bir sistem burundan terakki kılıqlıq veya şu yerde başlanıqlıq. Aşulanınki bu doğrusu boludu degen petva bergen alimlerini bilemsiz yani bunu keyinki qitimda e'lon qilsak mı bo'ldi? Bu to'g'rida aniq bir ma'lumot bo'lib qolsa qolsangiz deb aytsangiz. Bunda misalanga Malaysiyaniki Merkez Bankasıniki mushu paycheklarniki İslam bankalarınki qıtırgan nurgulgan bağlarının için mesela hem dinde okuyan mesela Prof. Inku Adaviyadayımız Malaysia'da ayal kişi ayal profesör mesela özü Angeliya'da okuyan mesela hatta Jordan'larda okuyan bir ayal var Prof. Inku deydiğen Prof. Ezdan Hasan deydiğen hem şeriatta hem iktisatında deydiğen profesörler var nurgun hem de. Olanın andaki devletin mu fatva çıkış organları mesela İslam bankalarına caiz de fatva çıkarıp biriklik mesela hem de demek ki onun ola eğer aşağıdaki fatva nemeleri fatva komiteleri mesela ona halal da fatva çıkarıp mesela ulama öz aldığı açamaydı mesela geçiyor. Bunun eşi için mu çokum nimalda icazet namaldığın gerek mesela eliniş gerek hem de çünkü hem de onu deyimiz bunu deyimiz hazır siz baydığınız dediniz bu maliye sistemsi bir geldi bop geçiklik hem de çünkü hem de şu maliye sistemsi geçiklik aşı bir nesliniki şu halal haramını arif bir iş kılmayız davatımız hem de hazır baydığında ettim sizge bu İslam bankçılık vakıtta toğra talaş tartış köptü. Lakin İslam bankçılık vakıtta bunun da talaş tartış nahaydı az. Çünkü bunun da işkanında kalıtı üstün bilen muamele kılınmaydı. İkincisi hem zinağa hem paydasığa tam mesul olsun demeyeceğim. Şuna şimdi bank temizliğe başkısık buldu. Lakin ben oylayman aşıda xalqning qo'li zakatga yoki bo'lmasa xalqning qo'li qarab qolgandim
özümüzdeki şaraitni qila olsak, masalan makaslıklı şeriya deymiz, şu özünü qo'g'dash, avlodlarni qo'g'dash, dinimizni qo'g'dash, mol mulkni qo'g'dash degan. Ham demakchi, to'g'ri, dinimizni qo'g'dash birinchi o'rinda turdi, lekin o'zimiz bo'lmasak, dinni kim qo'g'daydi masalangacha. Demakchi o'g'lim hamda o'zimizni qo'g'dash, avlodlarni qo'g'dash, mol mulkni qo'g'dash muhim. Agar ashtan qo'g'dayolmasak, o'zimizning dinni qo'g'dayolmaymiz. Hozir qo'g'dayapmiz. Qo'g'dayapmiz. Vatandagilarning dinni qo'g'day oldikmi? Masjidlarimizni qo'g'day oldikmi masalanga? Nima uchun qo'g'day olmadik? Iqtisodiyotdan ojiz bo'lganligi uchun qo'g'day olmadik ham hisobchi. Shundoq. Yani bu albatta sizlar bu iqtisod kasbida o'qiganliklari uchun sizlar bir yerda qo'y boqadigan podshoh bo'lgan bo'lsa, biz qo'yning kepini qilishdik. Ammo sizlar iqtisod kasbida o'qib doktor bo'lgan bir kishi albatta bizning deyishganimiz shu iqtisod moliya bu yerda bu bir. Shundoq. Ikkinchisi Abayqı nimani yana bir qitim takrorlab etsamki, 2 yildan beri shaxsan men Uyg'urlarda mablag' varken, ammo mablag'ni silib pul topadigan aniq bir yerni topolmaganligimni dedim. Agar dunyodagi Uyg'urlarning ichida birasining aqliga ma pul tepish yo'li bor, agar mablag' bo'lsa deb agar ashtaq bir narsa kelib qolsa, ammo muallim hamda doktor paychek ishini qilib o'tibdi. Bizning taqamdilatim bu paychekning nimaligini amdilatim nim qilyapmiz islomiy paychek tarafda. Ammo boshqa tijorat mablag' soladigan yerlar bo'lib qolib qolsa, nima qilsa, albatta biz bu yerda cho'qimlam islomiy bankga pul qo'y yoki buning foydasini oladigan ish yo'q. Faqat izdinish sohasi bu. Doktor bilan aloqalashsa bo'ladi, bizlar guruhimiz bilan aloqalashsa bo'ladi, aloqalashib Uyg'urlarga cho'qim bir mablag' topmasak, keyingi ishimiz balki biz Uyg'urlarni askicho masalanga. Balki qanaqdaymiz? Agar biz ma'lum qilyapmiz, ayaga bir anondan bir xil fatvo so'rab qilmay, agar man so'rab qilib balki nima deymiz? Elishtiryapti-ku hamda. Kalla so'qashtirdi. Hamda miyada yurak bir qavunni men andayligini men hamma Uyg'urni anaga kiranglar deganim yo'q. Tijorat qilalar, tijorat qilsin. Paychaq qilalar, paychaq qilsin masalanga. To'g'ri, eng oldi bilan tijorat. Agar tijorat qilish qilishimiz bo'lsa, cho'qim tijorat qilish kerak. Tijorat orqali qimmat yaratish kerak. Masalanga o'zingizda siz tijorat qilolmaysiz, sizning saqlab qo'ygan pulingiz bor. Buning orqali qimmat yaratmoqchi masalanga. Masalan, men boya aytgandek, egisiz qolgan bolalar, onalar ayad ekan. Masalan, Allohni men ashta orqali bir chiqish yo'li ko'rsatib hamda-chi. Albatta. Uningdan yaxshi, agar uningdan yaxshi chiqish yo'li bo'lsa, ko'rsatsin hamda. Hamda zakotni xalqqa zakot qarab o'taganda Islom bankasiga pul qo'yib, anundan paylansa men yaxshi deb qarayman hamda. O'zimning shaxsiy nimasi shu. Chunki Islom bankasida pul qo'yib elish masalasida ixtilof bor. Ixtilof bo'lgan masalalarda rahmat bor, ya'ni tanlash huquqimizmi bor? İnşallah. Hamda bununla aşnaqlığını qilsak bo'ladi. Lekin men hamma kishining fikr hurmat qilaman. Doktorimizni olsun, nim bo'lsin. Yalqi fikrning o'xshamasligi yoki bo'lmasa nimani chunki sahobalarning bir-biri bilan hatto ixtilof bo'lgan yoki bo'lmasa birlik kelamagan yerlari jiq hamda-chi. Sahobalar jiqida. Biz odatdagi bir insonlar hamda ixtilofning bo'lishi yoki bo'lmasa fikrning o'xshamasligi bor gap. Lekin biz doktorlarni yaxshi hatto qarindoshdak. Albatta. Fikrni o'xshamasligi do'stlikqa, mehr-muhabbatga ta'sir yetkazmaydi hamda. Albatta. Shundoq narsa hamda. Qavunni men aytganim shunchalik ham qarindashim, ham qavunlarga baribir kirsak bo'ladi. Alloh razı olsun. Undan keyin yandaydig'ini yana shu dunyo Turkiyadan buyukdir. Demakchi hamda bu Türkiye'de fakat dollar arqılı yoki bo'lmasa oltin arqılı foyda oladigan voy bunda qism bo'ldi ekan deb qolami bor masalangacha. Lekin men degandek dollardan foyda olmaydigan davlatlar bor. Masalan, men bayram gapladim, misol qildim. Shuning uchun hamda qog'inni, ya'ni keyingi suhbatlarda, keyingi programmalarda yana kirsak bo'ladi inshaalloh. İnşallah. Qog'inni bir şey oxirlashtirsak qarayman. Chunki buni oxirida so'rab o'tishim bizni ayt ochiq yo'riq bo'lishimiz kerak. Shundoq. Ochiq yo'riq bo'lmasak, ilqi boshqalar o'zi sohasida, ya'ni jamiyatda o'zi bilan o'zi so'zlashib ketadigan avvallar bo'ldi ekan-ku. Uning uchun ba'zi masalalarda ochiq yo'riqlik bilan dedik. Bizim doktor bilan davomli yozishib turamiz, salomlashib turamiz. Aramızda hech qanday bir masala nim qilmaydi. Faqat biz izdinish sohasida
izlanishga majburmiz, pul tepishga majburmiz, ibodat. Bugun bir Uyg'ur faqirini qutqizish endi farz demasakmi bizning majburiyatimiz. Da. Pulimiz bo'lmasa qanday qutqizamiz? Pulimiz bo'lmasa inqilobni qanday qilamiz? Pulimiz bo'lmasa Xitoyga qarshi bu kurashni qanday qilamiz? Da. Alloh taolo Qur'oni Karimda degan farzlarning birisi bu mol bilan kurash qilish masalasi. Shuning uchun biz davomli izlanimizki eng muhim nuqtamiz biz bu yerda quruq gap qiladigan yoki u ishni bilmaydigan bir odam bilan deyishmayapmiz. Bu ishni biladigan Qur'oni Karim fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bir ishni bilmasanglar biladigan odamdan so'rang dedi. İqtisodni bildigan odamdan bizni so'ratimiz, bizning isbotimiz bu. Ikkinchisi, qandaq bir insonning buningga nisbatan suhbatga nisbatan bir fikri yoki fatvosi bo'lsa, her zaman Uyg'ur qarindoshlik studiyasi har qandaq insonga ochiq, har qanday inson o'zining fikrini bu yerda ekranda desa bo'ladi, munoziralasak bo'ladi. Bugungacha biz munozirni ro'yobga keltirolmayapmiz, chunki millatimizningki beshi yamanjiq. Psixologiyamiz pek buzuq. Hammalarning shuna bo'lganligi uchun to'g'ri bir munozir usulini 2 yildan beri topolmayapmiz yoki qilolmayapmiz. Bugungi tema bo'lgan pul tepish masalasida Uyg'urlarning bir pul topadigan yeri bo'lsa, qarindoshlar ko'rsatib qo'yinglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Shaxsan men topolmadim, doktor azroq tepib qilib o'tibdi. Yana uydagi 100 TL'sini, 1000 TL'sini, 1000 eurosini, 500 eurosini 10.000 euro, 20.000 euro puli bor Uyg'urlar 500 eurosini, 1000 eurosini to'g'ri bo'lgan islomiy paychakka mablag' silishni xohlaydiganlar bo'lsa, iqtisod maslahat guruhimiz qaytilsa bo'ladi. Doktor bu qitimli qarindoshlik uchrashishiga u yerdan qaytgandan keyin doktor bilan guruhimizda yana 100 tirani uchqishib, 100 tirani maslahat elib faqat saqlab qo'yib hech ishiltanmayotgan 10 yil 15 yildan beri pulni saqlayotgan Uyg'urlarni bilma. O zakatini beraversin tugab ketdi u pullarninki. Chunki yatırım yo'q, ya'ni mablag' soldigan bir yer yo'q bo'lganlik uchun amal yo'q. Ammo bugun mana bu darsni qildik. Mablag' soldigan yer bor, islomiy paychek, bankchilik masalasi keyin to'xtaladigan bo'ldik. Bu doktorni men ikkiramga taklif qilib burundonga taklif qilyapman, ammo Alloh xolis bugun chiqib qolar. Taklif qilib buni yana ochiq desak bo'ldi. Bu yerda qo'rqaydigan ish yo'q. Bir ishni izdansak Alloh bizga rahmat qiladi. Bu yerda bizning halol harom deyishimiz muhim emas, doktorchu. Chunki bu ishning ahli deyishadi-chu bu yerda. Shunga bir olim bir ishni to'g'ri fatvo bersa, 2 ajr olsa, xato fatvo bersin 1 ajr oladi. Chunki u olim shu sohada izlanadi. Ba'zan gap so'zni xato qilib qilishimiz mumkin, ba'zi ishni xato qilib qilishimiz mumkin. Ammo izlanishga majburmiz, tafakkur qilishga majburmiz, to'g'risini topqicha davomli izlanimiz. Shunga hozirlan bir gapga eslab, ani halol debdi, ma'ni to'g'ri debdi deyish bu ilmiy munozara, ilmiy suhbat, ilmiy izlanishlarga qarshi qilingan so'z u. Xato gap chiqishi mumkin, to'g'ri chiqishi mumkin. Oyig'ida to'g'risini topamiz. İnşallah. İnşallah. Şuna mablag' silishni xohlaydigan, bu to'g'risida doktordan maslahat olishni xohlaydigan, buningdan keyin ashundaq yostiqqa tiqib qo'yib, hech shiltamayotgan puli bor qarindoshlar, iqtisod maslahat guruhi qatilib, bu yerda bir to'g'ri bir mablag' soldigan yani tep qolsak, inshaalloh bu yerda maslahatlashib 1 TL'si bo'lsa 1 TL'sini, 100 TL'si bo'lsa 100 TL'sini mablag' soldigan shaklda Alloh bizga yordam qilib qolsa bir ish bo'lib qoladi degan umidimiz. Doktor bo'ladi. Suhbatimizning oxiriga kelyapmiz. Bo'ldi. Boshqa paychek to'g'risida agar doktor sizningki Skype'ingiz biroz egizmas bo'lyapti yoki men ashta ko'rmayaptimdim. Paychek to'g'risida guruhimiz ma'lum bir nimaga kelib, maqsadga kelib 5-10 qarindoshimiz, masalan, shaxsan Gollandiyada tashkillashga tirishayotimiz, avval atrofimizdan bo'ladi. Undan keyin Belgiya, Germaniya, Shvetsiya bu yerlardagi ancha-muncha 5-10 ya'ni 1-2 ming yevro puli bor, ammo hech shiltamay yanchiqda qo'yib qilayotgan qarindoshlar bu sohada mablag' silishni xohlasa, albatta butunlay sizning yetakchiligingizda islomiy paychek masalasida o'ylanib beqishimiz va oldimizgi kunlarda sizni izlashimiz muqarrar bo'lib qoldi.
Bununla nispeten bu kırındaşlar yani bu sahaya girmekçi olan kırındaşlarga en ahırlık sözünüzü alay ondan keyin programımız tüksün. Rahmet, Allah razı olsun. Ben Bayt'ın programının başında davatımen degендek. Eğer aşında özel kıymet yaratılırsanız ticaret arkalık yakın olmasa namak o yaxşı emdiçim. Hem de İslam bankalarının Bayt'ın degende ıhtlap olsa hemen İslam bayçeklerde ıhtlapның az ekanligini dep öýtdik emdiçim. Şunaşka hem de tallaş kırındaşlarımızdan. Mesela men degende ayalla, balla mesela aşında halkı hakkın kolu zakat karab kalgandın. Men alalıqı xatarnımı elişnimisi acizlep qarayman. Şunun üçün hem de tallaş özümüzde. Ticaret kılaylı. Eğer payçek asasak onu kılaylı. Uzun men degendek uzun mezgillik. Lekin ət işletilgan pulumuzda bugün meblağ salatdım bize kat'i bulmaydı hem de. Şunun üçün hem de tavsiyem şu demekçi tallaş her xil tallaş bağ demekti. Ticaretni qılsa eng yaxşı söz ticaretni qılaylı. Ticaretni qılma eğer xatarını üstüge alaylı, zihnini üstüge alaylısak İslam payçaklık meblağ sarsak buludu. Baytında defadım misalenge. Ondan keyin üçüncüsü iki çarpıs qalğan yakın qalğan qandaşımız üçün misalenge hem İslam bankalarga muşunda pay qatib qo'yish arqılı men degandek aşına arqılı hem de xalqning qo'li qarab qaytgan yapılsa zakatga qarab qilishnikki oldin olg'u buldu deb qarayman. Degenim şu, lekin hem de biz hazır bunu halal, bunu haram deb fatva bergenimiz yok. Biz fakat hazırki İslam devletlerindeki yakı bulmasa İslami şirketlerinin yakı İslam alimlerindeki kötü bergensizlik boyunca qandaq qilayotganligini, qandaq mashg'ulot qilayotganligini bir şekilde aydınlaştırıp biryapmiz hamdichim. Lekin bu halal haramlık meselesine men fatva bergen emas, yakı bulmasa mening bununla bir iş salayetimi toşmaydı hesapta. Men şu Malaysia devletlerinin yakı bulmasa şu Türkiye'deki Türk devletlerindeki şu bankalarının ve şu İslam payçaklarının qandaq bir şekilde meşgulot qilayotganligini xalqim bilan o'rtoqlashdim. Allah razı olsun. Biz mi yürükümüzü tutup durup, bir nesqa vaqtda yürükümüzü tutup durup, biz mi devzatni qo'rqimiz, devzat kirishni xohlamaymiz misalanga, biz mi qalbimizni tutib biqib, qaysini xalqimizga yaxshi, qaysining bir yaxshi holatda bo'lganligini bilib turib, ashuni ustida fikr qilyapmiz hamda, ishlatyapmiz misalanga. Qolganni hamda Allah eng to'g'risini bilguchidir hamda. Xatolashgan bo'lsak, Allah günahlarımızı geçirsin. Lekin halkımız için bir yol kösüp bir işe halkımızı şu zulümden yakı bulmasa şu iqtisadi qiyinchiliklardan bir qutuluş için başka bir tallaş yolu kösüp verdik deb qarayman. Sizden Allah razı olsun. Rahmet doktor. Otagan qarindoshlarımizdan Allah razı olsun. Rahmet. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm assalam aziz qarindoshlar. Allah razı olsun doktorumuzga mıcık dua kılaylı inşallah. Doktorumuzdaki kıymetlik dersini anlagan bulduk. Doktor ben ahırda bir sualını so'ratishni to'g'ri topdim. İslami paychek to'g'risida bizning bu ulamalarimiz bilan so'zlashgan nimangiz bo'ldimi? Buni ham asos jihatdan ixtilof yo'q hesab. Yani bunu kıysak, bunun da hiçbir çıkanda bir ixtilop yok şuna mı? Hiç kandak emas, iş kılıp %90% ixtilop yok hem de. Allah razı olsun. Bundan bugün aziz qarindoshlar biz İslami paychek to'g'riliq paranglashdik. %90% ixtilop bo'lmagan bir meselede yani bunu yani izlensangli bo'ladi. Bir qarindoshimiz yozibdi, faqirlarga yordam berish, qiyinchilik bolalarga yordam berishning farzligiga dalillar yo'qmi deb. Deliller nayet köp ama pul yok qarindoshlar. Pul yok, pul olmagandan keyin bu faqirlarga yordamni shu qo'limizdan kelgan imkoniyatni bo'yicha qilyapmiz. Shunga manbani tepish uchun bu yerda izlanyapmiz. Ya'ni hadis oyatni o'qib, voy faqirlarga yordam bermamsizlar, Alloh Qur'on Karimda manda degan, payg'ambar manda degandan ma pulni qanday topamiz degan shu manbaga tushyapmiz. Pulimiz bo'lsa faqirlarga yordam bergili bo'ldi, pulimiz bo'lmasa yordam bergili bo'lmaydi.
Bunun için bu şekilde izleyotimiz. Elbette iqtisod maslahat gruppamiz qaytilib bu yatırım mablag' masalalariga aralashadigan qarindoshlar bo'lib qolib qolsa, buningki persentlari, buningki kelgan foydalarini albatta shu faqir miskinlarga yordam beradigan nimalarni albatta u yerda deyishimiz inshaalloh. İnşallah. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Allah razı olsun. Rahmet. Aziz qarindoshlar, suhbatimiz mishada yoqlashidi. Faqat suhbatimizni ambahirlagan, boshqa dunyoga taqatgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan foydalanish uchun taqatgan qarindoshlarga alohida rahmat aytaman va tashabbus qilaman. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Doktor, sizga ko'p rahmat. Yana bir qitimliq programmada ko'rishguncha omon bo'lsizlar. Allohga emanet. Rahmet. Allah'a emanet. Hammanglarni Allohga topshirdik. Allohga emanet. Allah'a emanet.